Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Dünyanın her qaysi joylaridagi aziz muhtaram qarindoshlar. Bugün bizningki qarindoshlik studiyasininki eng muhim programmalardan birisi deb aytishga bo'ladi. Chunki bizning ekranimizda hozir ko'rayotgan akimiz peshqadam inqilobchi, yozuvchi, shoir, aynı zamanda Şarkı Türkistan sürgün hükümetininki kurgucusu ve baş prezidenti bo'lgan Ahmet İgenbadi akimiz. Bu akimizning vatandan tatip chet eldagi bütün inqilobchilar, bütün Uyg'urlar hammaylar tanishimiz. Shunday bo'lsin, bu kishining hayoti to'g'risida keyingi zamonlarda media sohasida, tashviqot sohasida ko'p tanishtirilmaganligimiz uchun bu kishininki qilayotgan xizmatlar ustida biz ko'p narsalardan anlayamay qoldik. Onun uchun ekranga taklif qilgan bo'ldik. Qarindoshlik studiyasining taklifi bilan hurmatli Ahmet İgenbadi akimiz o'zininki yashinib qolganiga qaramasdan, o'zininki salomatligining nachar bo'lishiga qaramasdan taklifimizni qabul qilib ekranga keldi. Allah razı bo'lsin deyman. Studio nomimizdan yana bir qatim rahmat aytaman. 83 yoshga kirgan bu akimiz o'zininki bir ömür Xitoyga qarshi Şarkı Türkistan'ımızdan müstakil buluşu için, Şarkı Türkistan halkınınki azadlığı için, hürlük için bir ömür tirişçilik gösterip, meyli siyasi sahada, meyli ictimai sahada, meyli ilmi kalem sahası da olsun, mağrib sahası da olsun, özünki gücünü çıkarıp, özünün hizmetini cari kıldırıp, bugünkü geldi. İnşallah bugün bizim sahnelerimіздeki sanaqlıq şəxslərinki birisi, biz bu kişininki qalb sözünü, bu kişininki içideki ilimni, bu kişininki bu Xitoy qarşı jangahlardagi tecrübe savaqlarını ile öliş üçün ekranımızı teklif qildik ve bugün itibarı bilen inşallah bunun dinkin davamlıq Ahmet İgenbadi akimizdinki tarixini, bugününü ve tarixte Xitoyga qarşı ilip bağın mücadelelerini, Xitoyga qarşı ilip bağın siyasi hareketlerini, Xitoyga qarşı ilip bağın kalem, mağrib sahasındaki köreşlerini belki bu programmada tügəməsligi mümkün, keyingi zamandaki programmalardan davamlıq elib bir iştirişimiz. Çünkü pişqədəmlərimizdənki izidən besiş, ulanınki varisi buluş bizim üstümüzge elbette mecburiyet buludu. Bizdeki yaşlar veya ki bu davanın akısını davamlaştırıp mağdığan insanlar pişqədəmlərinki basqan qədimi, yani koygan köçtüninki notusu bulaş bilen dərəx olab çıxışımız üçün, meyve verişimiz üçün elbette bu bağvəllərimizdən tarixini öyrəniş, bağvəllərimizdən hayatını öyrənişimizə doğru keldi. Mən Ahmet İgenbadi akimizni köp saqlatmay, hemen sözünü berey deyman. Salametliki biraz yaxşı emas, şundaqdımı yəni ekran aldığı çıxıb xalqımız üçün bizge bir bilgi, məlumat verişini istəyodu. İnşallah bugün Ahmet İgenbadi akimizdən özünün ağızdan, özünün tarixini qachon qayerda tug'ilgan, qayerda o'qigan, nima xizmatlarni qilgan, buni bir boshdan anglaymiz. Suhbat jarayonida men o'zimning kallasiga kelgan savollarni bu mujodalaga, bu Xitoyga qarshi harakatga nisbatan ilib borgan kurashlardagi kallamizga taqalgan savollarni davomli so'rab manaman. Ahmet İgenbadi akimizdan buning javobini olamiz va ekran oldidagi qarindoshlarimiz albatta inkas orqali veya ki naq maydonga telefon qilish orqali Ahmet İgenbadi akimiz bilan bevosita so'zlashsa bo'ladi. Telefon har zaman qarindoshlarimiz uchun hozir. Telefon qilgan qarindoshlarimizni Ahmet İgenbadi akimiz bilan ko'rishtirma yuzturani va inkaslarini Ahmet İgenbadi akimizga deb berish bilan hammaylar o'rtaq bir şekilde bu programmamizni ilib boramiz aziz qarindoshlar. Assalamu alaikum. Ahmet Hacimka salamet yaxshi turiblar. Ekranımız hoş geldiler. Bizning ekranımız kelganliklardan jiq söyündük, memnun bulduk. İnşallah salametlikler yaxshi bo'lmagan taqdirdimi ekranımız kelib xalqimiz bilan ko'rishishni o'zi qabul qildilar. Sizlardan o'zlarini bir qisqacha tanishtirish bilan, tushuntirish bilan bu ekranimizni ko'rayotgan qarindoshlarımizga o'zlarini tanishtirib berishlarini o'tinib so'rayman. Merhamet. Ve aleykümselam. Hüseyin Tecelli efendim. Bugün beni bu
ekranda teklif qilib, dünyanın her kaysi yerlerindeki Şarkı Türkistan'da kadındaşlarım bilen başında biz 100 tane görüşüp, sözleşip, özen toğırlık bir ahvallarını etişka fırsat belgerliğiniz için sizge köp rahmet etimen. Rahmet. Allah razı olsun. Sizge mi köp rahmet? Salametliklerininkki nachar boluşları qarmay, ko'zlarim og'rib turyotidi, men bilib turyotiman. Ikronimizga kelib Uyg'ur xalqi uchun eng oxirgi bu minutlarda, bu kunlarda bir ma'lumot berish, hayotlarini tonishtirish va bu Xitoyga qarshi mujodilada bizga bir tajriba saboq o'rgatish uchun bu ikronga keldilar. Sizlar qayerda tug'ildilar, qanchinchi yil tug'ildilar, qaysi maktablarda o'qilar, buningdan tortib men savol so'rashga boshlasam, shuningga o'zlari bir tafsiliy javob bermoqchi bo'ldim. Bo'ladi. Ya'ni vatanimiz Sharq Turkiston. Vatanimiz Sharq Turkistonning qayerida tug'ildilar, shu yerdan tortib o'zlari bir tushuncha berib o'zlari bo'ladi hojimka. Men ulug' vatanimiz Sharqiy Turkistonning Urumchi viloyatining burunqi Santay noyisida tug'ilgan. Tug'ilgan vaqtim 1937 yili 4 ayning 4 kuni qamariya vaqti bilan. Xo'sh. Ondan keyin Santaydan Go'chunga yo'tkilib, Go'chun shahrida bir mezgil turgan. 1945 yili Go'chundan opamning bir inisi hem dadisi bo'lganligi uchun shularni ko'rish, shular bilan jam bo'lish uchun 1945 yili yozda biz Urumchiga ko'chib keldik. Shundan boshlab men Urumchida yashadim. 1946 yili 9-oyda men Urumchida Urumchi G'arbiy O'stan 2-chi markaziy maktab deb ataladigan boshlang'ich maktabga o'qishga kirdim. Hozir bu maktabning nomi Urumchi shaharlik 5-chi boshlang'ich maktab deb ataladi. Biz Go'chundan Urumchiga ko'chib kelgandan keyin turmushimiz nəhayət ağır ahvallarda bo'ldi. Dadam bir mezgil Ludavandan kömür to'shidi. Ondan keyin akam bilan men ikki eshakda yog'och so'g'itda shahar ichiga suv to'shib bir mezgil u ishladim bo'lgan bo'ldi. 6 yilniki 9-oyda 5-chi boshlang'ich maktab kirgandan keyin men 5-chi boshlang'ich maktabda 1949-yili 6-oyning oxirigacha o'qib, maktabning 5-chi sinfini tugatdim. 1949-yili 9-oyga kelgan vaqtlarda men 9-oyning 3-chi kuni Urumchi o'lkalik 2-chi Darul Ma'limin deyilgan maktabga o'qishga kirgan bo'ldim. Bu davrlarda 2-chi o'lkalik Darul Ma'liminning müdiri bizning hurmatli shoirimiz O'tkir Efendi Tilashgan. Men u odamni o'z shaxsan ko'rmagan bo'lsam-mu, maktabga kirgandan keyin u odamningki shu maktabda mudir bo'lib qilgan ish faoliyatlarini
o'quvchilarga aytgan so'zlarini vatan millat haqida qilgan harakatlarini anladim. Bo'libmi o'quvchi saboqdoshlarim bu o'tkir efendininki şu mektepten ayrılış vaqtida so'zlagan vida so'zi var ekan. Xo'sh. Bu vida sözü de Ötkir Efendi şu devrin arka görünüşlerini bırakır sözler. Zulümün tügümügenligini, yeni bir kayıtı, bir kat zulümün kilovatkallığı hakkında her türlü sözlerini sözlügen iken. Vatanның, milletinin ağır ahvalını sözlügen çağda bütün okuyucular öngürge etip cevap ettir iken. Şundak bir təsiratlar bilen Ötkir Efendi ikinci Darül Maluminden ayrılıptı. Xo'sh. Onun için Darül Maluminge kayıta yeni bir adam geldi. Bu adam şu ikinci Darül Malumin'deki müdiri oldu. Abdülhamid Kayyum deydiğen malimlerimiz olduğan, Azizlik deydiğen malimlerimiz olduğan, hem şunun bilen G'aniydan G'ayrani deydiğen bu kelpillik malimlerimiz olduğan, Uşur Musa deydiğen yeni sağlık malimlerimiz olduğan, Abdüz İlyas deydiğen Türkmen askarlık malimlerimiz olduğan, herhalde o devirlerde ikinci Darül Maluminden ataqlı bilimlik adamlar yığılgan bir ilmi uçaktı. Kendikin 1949 yılı 9. ayının ahirleri bir günesi bizni vay azat armiye kilidiken, azat armiye kilidiken degen gep sözler oldu. Şunu bilen biz mektepnin meydanı yığılıp ahire bu Ulanbay tarafki mandık. Hani şu vaktlarda ben 13 yaşlardaki bala, hani savaşdaşlar Katar'da 20 yaşlık hatta 22 yaşlık savaşdaşlarımız bulundu. Biz Ulanbay'ınki şu 3 taş Sendon Bey'in ötken vaktimizde şu Sendon Bey'inki 10 terpede bir Gomindan'ın sakçı idaresi oldular. O sakçı idaresinin peşliğinde bu Gomindan'ınki bayrağı peşliğinin üstüne serilip düştü. Bu sakçı idaresinin işleri çekilgan, derizleri çekilgan, karsak etrafta şu sakçı idaresininki her xil materyalları kağızları çeşilip tuttu. Biz bazı neslerini düşünümüz, bazı neslerini düşünmeyimiz. Şunu Ulanbay'a bağdık. Ulanbay'ın bir talzarlık bir yolu olduğun. Şu yerge bağdık, bağsak bu yerge Ürümçinin her kaysı kes ehlileri, cemaatlerden her xil adamlar, Kopma Xitaylar, köplügen adamlar şu yerge yığılıptı. Yığılıp uzun vakit durduk. Şu tür şeriyanıda bizden şu sertinin işimizde durgan çoğarak balla öz ara karamul işi başladı. Kuzul işi başladı. Vay demiş ki biz bu Ürümçi'deki Turpan'daki dediğen yolu sürmez. Bu aslında bizim ermimiz, milli koşunumuz şimaldan giriş gerekiyor o. Diyen sözler öyle gulgul olup gitti. Hem de Ürümçi'de bizime barış anlaydıgan. Müştak Hücü'de inkılap oldu, altı oğru çıktı. Bula öte Hücü'nü azat tuttu. Deydigan gep sözler bulundular. Şunun öyle işte 3-4 saat kendikten keşke yakınırak bu tanklarda, bu bronyeviklerde Kızıl Bayrak'ını kadılagan o Kızıl Bayrak'ta şu Xitaycı bayi deydigan kat yazılgan hazır oylusan şu bayraklar
qadalgan Bronevichlar kelishga başladı. Hoş. Bu Bronevichlarning üstüde qarasak, ağzıga maske tatgan, aşı közü yoqqanning jitibidek Xitaylar yine şu adetki Xitaylar kelishga başladı. Başlagandaki bu ballarning içinde Gurgun kötürlük etti. Olay bu Xitaylar yeni kelvatıdı o. Bu Gomindan Xitayları ondan bayağı kelipler aşağıdaki kiyimlerini yetkep yeni örümcek kavit tutubular değişti. Bazıları ya bu Xitaylar Gomindan okşamaydı. Bunlar komünist Xitaylar diyen sözlerle şundak oldu. Bu biz turgan jarayonda bir 40, 50, 60, 100'e yakın Broneviklar şehirge kirip ketdi. Keyingi vaqtlarda anlasak, bu vaqtlarda bu komünist Xitayning atalmış azatlık harbiyleri asasen kişi yol besip kelediken, gündüzleri şu tanklar bilen kelediken, hatta bular piyade menip halkının arasından ötüşkümü şu devirlerde bir cüret bilinmaydigan bir ahval bilen bizden vatanimizge besip kelgen idi. Hem de bundan burunda Ürümçi'nin ahvalini sözleşik doğru kelidi. Bokma biz ailemiz bilen Ürümçi'nin Ürümçi kelgendeyken Ürümçi'deki siyasi ahvalla başka meseleler mürekkep tutturgan vakitlarga 46. yılı bu çağda Uygurlarning ahvoliga kelsak ikki guruhga bölüngen. Bir guruh O'risparast deydigan shu chog'larda. Bir guruhni Xitoyparast deydigan. Bu O'risparast deydiganlarga asosan rahbarlik qilayotgan adam shu davrlarda bu Ahmadjon Qosimi boshlig'idagi G'ujada qurilgan Sharqiy Turkiston hukumatining rahbarlari 46. yıldan tartib Ürümçi'de paydo bo'lishga boshladi bu odamlar. Xo'sh. Buning bunday bo'lishining sababi G'ujada qurilgan Sharqiy Turkiston Respublikasining milliy qo'shinlari 1945 yılı 9. aylarda Manasga kelgandan keyin şu Manasda Ürümçi'ge kirgizilmay diktatör İslam'dan sözü bilen şu Manasda turup qolgan ekan. Endi Ürümçi'de şu devirlerde vay kelidi, o'gin kelidi deydigan gaplar bo'ladigan. Endi biz kichik bo'lsakmi bu gaplarning tigiga ba'zi yetadiq, ba'zi yetmaydiq, lekin bizning o'zimizning bir qo'shinlardan o'zi tarafdan kelayotganligiga bir ishonch bilan qaraydigan. Keyin oxiri 49. yil 9. ayga kelgan chaqda bu Xitoy kommunistlarining armiyasi Ürümçi'ge besib kirdi. Bu 46. yıldaki ikki taraf bu Aysa Efendim'le rehberligideki Çinli Türkistançılar bilen bu G'ujadin kelgan bu İnqilobiy Sharqiy Turkistonning vakillari o'ttirishda şu 46. yıllardan başladılar 11 bitim söhbeti başlanğıç ekan. Bu söhbet başlanıp en ahirinde 1947 yılının o'ttirib kelganda bitim resmen imzolandı. İmzolanıp bo'lgandan keyin mening hozirgacha esim turdi şu vaqtdagi bizniki Uyghur uyushmasi bo'lgan, Aqarch uyushmasi deydigan. Şu uyushmalarda Ahmadjon Qosimining, Abdukerim Abbosovlarning şu uyushmaga kelib, Uyg'urlar şu uyushmaga yig'ilib, Xitoylar haqida bo'lgan yig'inlarni aslida anglaganmi? Xo'sh. Bir savol qistirib qo'ysam bo'lamdi, hojim aka?
bir savol qistirib qo'ysam bo'lamdimi shaga? Xo'sh. Bu şu Ahmetcan Qasimi to'g'risida, merhum Ahmetcan Qasim to'g'risida nurg'un gap so'zlar, tarixlar yozildi. Bu kishiga ijobiy va salbiy qarash masalasida albatta bizning haddimiz emas, shunday bo'lsa-mu xalq eng to'g'risini bilsa yaxshi bo'ladi. Sizningcha abaysiz bir gapni deylar, bu Sovetchilar, ya'ni Ruslar tarafdorlari Ahmetcan Qasim boshchiligida deylar. Bu Ahmetcan Qasim sizning shaxsiy ko'z qarashlarida qanday bir odam? Endi Ahmetcan Qasimni men bir qatta ko'rgan. Xo'sh. Hattoki men o'qigan shu Urumchi G'arbiy O'stan markaziy maktabida mudiriyat bo'limida bir yozilgan aynak ramkaning ichiga e'langan oltin ranglik bir aslim bo'ladigan. Xo'sh. Men anlasam shu maktabga Ahmetcan Qasimlar yetimdan keyin kelib, shu maktablarda o'quvchilar bilan ko'rishib, Xo'sh. bir lavha taqdim qilgan ekan. O'quvchilik mehnati intayin ulug'. O'quvchilik mehnatidan injenerlar, olimlar, tarixchilar va boshqalar shu maydonga keladi. Shuning uchun o'qituvchilar qimmatli degan lavha yozgan ekan. Buni shu vaqtdagi bizning muallimlarimizdan Ahmet Niyaz deydigan bir ustozimiz bo'lgan vatanparvar shu kishi o'zining husnati bilan yozgan ekan. Bunday aytgan chog'da şu devirlerde Uygurların arasındaki Ahmetcan Qasimininki hürmetini aytib tüketkili bo'lmaydi. Nima degan chog'da Ahmetcan Qasimi desa shu bizning kaltivazorlarga buloqlishiga kep qolgan taqdirlarda atrofida yuzlab, 200lab odam oqidilmoqdigan. Endi şunun bilan birga Ahmetcan Qasimining o davrdagi bu Sharq Turkiston Cumhuriyetining Ilhom To'rini achib ketgandan keyingi ahvolida bizning birinchi nomerlik doimiz ham yo'lboshimiz edi. Endi hozirgi vaqtda ba'zi odamlar o'tgan tarixiy shaxsiylarga nisbatan nihoyatda aldirab yangi tekstil bilan bir baholarni qildi. Xo'sh. Biz o'tgan asrning shu yillardagi o'ttirdagi ahvollarni surishtiradigan bo'lsak, Sharqiy Turkistonning geopolitik ahvoli intayin murakkab. Bir tarafda Sovet sotsial jahongirligi, yana bir tarafda Gomindan hükümeti. Şunun bilan memleketning ichida bir-biriga kirisholmaydigan, bir-biri bilan kirisholmaydigan guruhlar shakllangan bir davr edi. Ammo lekin hozirgi davrlarga qaraganda qanday bo'lsin, shu davrlarda Sharqiy Turkiston xalqiga bir oxirgi bir fursatlarni Allah bergan ekan. Xo'sh. Lekin bizningki xalqimizning ma'rifda va boshqa sohalarda oqibat qilishi bilan, nodonligi bilan ikki guruh ikki tarafga bo'linib olib, birisi Gomindan Xitoylarning manfaatini desa, birisi Sovet Ruslarning manfaatini deb, hattoki Jamji uchun birlashma hukumat qurilgandan keyin ishga qaytib ketgandan keyin bu ikki guruh bir ishlarga kelib o'tirib, vatan millat masalasida birga kelinmadi. Qaysi ikki guruh shuning ismini bir qayta devaslabdi ekan. Qaysi ikki guruh bu ikki guruh? Bu ikki guruh birisi Aysa efendim başçılığındaki
İsa Yusuf Ali Tekin efendim. Azimtim. Mehmet'imin Hazreti efendim. Sabri katarlık adamlar. Endi ikincisi G'o'jidan kelgan Ahmetcan Qosimi, Abdukerim Abbasov ve shunga o'xshash odamlar suhbatlarga qatnashgan bo'lsa-mu, shu masalalarda Uyg'ur masalasi tashlanib qilib, vatan millat masalasi tashlanib qilib, oxirgi natija nima bo'ldi desa, 30-40 ming armiyani Manasqa etkilagan ulug' bir qo'shin oxiri halokat uchirdi. Halokat uchirib, yana xalqimiz rangi o'zgargan kommunist Xitoylarning qo'lida qilishga sababchi bo'ldi. Endi bir masala tarixiy shaxsiylarga qarata bizda ba'zida bek oldirab baho beradigan ahvollar bo'ladi. Shaxsan shu davrdagi murakkab ahvollarda Ahmetcan Qosimining vatan millat uchun qilgan xizmatlarini aytib tugatib bo'lmaydi. Bo'pman 98-yili, uningdan keyin 2003-yillari Olmaotaga ziyorat berib safarlarda bo'ldim. Shu vaqtida bu Sharq Turkiston Jumhuriyati hukumatiniki bosh Abdurauf Maqsum bilan bir qancha qatim ko'rishgan bo'ldim. Abdurauf Maqsumning ko'z qarashida dunyodagi Uyg'urlarning ishdan chiqqan eng cho'ng ulug' doi Ahmetcan Qosimi deydigan. Onun gerçi namoz o'qimasimi, vatan millet için qilayotgan faaliyatlari, harakatlari o bir güzel ibadet deydigan Abdurauf Maqsum. Bunda aytgan chog'da Ahmetcan Qosimi shu davrlarda xalqimizning ishidan chiqqan munavvar rahbarlarimizdan biri deb qarayman. Shuning uchun biz tarixiy shaxslarni o davrning ko'rnishlaridan davridan ajratib tashlab, hozirgi ko'z qarashlarimiz bilan baholasak bu intayin xatolik bo'ladi. Ularga nisbatan o'g'illik qilgan bo'lamiz. Men shunday deb qarayman. Xo'sh. Yana bu ikki guruh siyosiy tarafdan, ya'ni shaxsiy belki ular yaxshi insonlar bo'lishi %100 aniq inshaalloh. Mayli Ahmetcan Qosim tarafdorlari, mayli Muhammad ibn Hazrat va İsa Yusuf Ali Tekin ustozlar shaxsiy tarafdan yaxshi insonlar bo'lishida gap yo'q. Ammo siyosiy tarafda ularningki qaysisining tutgan yo'li sizning shaxsiy ko'z qarashlarida qaysisining tutgan yo'li to'g'ri edi shu vaqtda? Endi mening ko'z qarashimda vatan millat manfaatidan qaragan chog'da Manas daryosi bo'yiga 30 ming kishilik qo'shin milliy armiya kelib bo'ldi. Xo'sh. Mushundaq bir ahvolda Uyg'urlar o'zaro, Uyg'ur rahbarligi o'zaro bir yerga kelish kerak edi. Har qaysi shu Uyg'ur millatining manfaati, Sharq Turkistonning manfaati uchun har qanday narsani qurbonlik qilishga tayyor turish kerak edi. Xo'sh. Endi bu uch afandilarning ichida shu chog'dagi odamlarni har xil ko'z qarashlarda bo'ladigan. Men endi shaxsan o'zim uch afandilarning ichidan ko'proq qiziqadigan, hurmat qiladigan odamning birisi Muhammad ibn Buğra Hazreti. Xo'sh. Chunki o Xotanda rasman bir Xotan islom hukumatini qurdi. Bu jarayonda ko'plagan qurbonlarni berdi. İnillerden bir ikisinden ayrıldı. Vatan millet için kulağa kural alalıdı. Ama ki keyinki vaklarda bu siyasetçe anlaşman adamlarının tulusu kemdekal bulurken, bay bulanmaydı ki.
vatan millet işi bilen bo'lgandan ular pul tepish fursatiga ega bo'lolmaydi ekan. Hozirmi shunda? Shu sababli Muhammad Emin Buğra Hazretim keyingi vaqtlarda turmush uchunmi yo ideyaviy masala uchunmi oxiri bu Gomindan hükümetiniki parlamentoga Aysa Efendimler bilan birga kirgan bo'ldi. Ama bir narsani aytish kerak. Bizning Aysa Efendim bo'lsin, Muhammad Emin Buğra bo'lsin, Mas'ud Sabrilar bo'lsin, shu davr uchun, millat uchun, xalq uchun o'zining qo'lidan kelgan ba'zi ishlarni qildi. Xo'sh. Masalan, şu Aysa Begim ahvalını aytadigan bo'lsak, shu vaqtlarda Nanjingda Uyg'ur tilida nashriyatlarni qurdi. Uyg'ur tilida gazet jurnallarni chiqardi. Uyg'urlarni turklik ideyasilar tarbiyalash masalalarida Aysa Efendimlarning qilgan ishlari oz emas. Men bir narsani hozirgacha eslayman, şu 1948 yılda bo'lsa kerak. Şu vaqtlarda biz maktabda o'qigan she'rlarimizda turkchilikni turk tili aralashgan, turk tilining ta'sirida aytiladigan nurg'un she'rlar bo'ladigan. Ey arkadaşlar deydigan, anamdaki ulug' Tangrim deydigan, aşındak bir she'rlar bo'ladigan. Ben hozir bir narsani eslayman. 1948 yılı ben 4. sınıflarda okutkan vaktimizde şu Gomindan'ın aşı sınıftan buluşta Ürümçi şehirdeki başlangıç mektep okuyucularınınki şiir musabakası oldu. Şu musabakaya Xitay mekteplerden, Uygur mekteplerden bizimki bu G'arbiston 2. merkezi mekteptinmi bir 2 yakın aşı Gomindan Singdan bulsuniki çoğun zaldaki sahnede şiirlerini okup musabak oldu. Şu musabakada benim hazır esimde turdu, Ulug' Tangrim deydigan bir şiirini okugan biz. Bu şiirini okuganda sahnede bu şu ay yıldız şeklini balla sızlıp durup verip Ulug' Tangrim degan şiirini okugan. Ulug' Tangrim deganda bizning vatanimizdagi en ulug' tog' Tangri tog'lariniki nomi bilan bu şiir aytilgandi. Bu Tangri tog'lariga bo'lgan madina aytilgan bu şiirda bunda aytgan chog'da biz Uyg'urlarda Ürümçidagi shimolda bu shu atroflardagi Uyg'urlarda bir millatchilik, turkchilik, bir ideyani tartish masalasida qandoq bo'lmasin Aysa Efendimlar shu davrlarda zo'r rollarni o'ynab xalq ichida hurmatga sazovor bo'lgandi. Endi bir şeydi men bir gapni qistirib qo'ysam bo'lamdi, Hajim aka. Yani Aysa Yusuf Alip Dikin bolsun, Muhammed Emin Hazret Efendimler, yani Mesud Sabri, bu 3 efendimler, onundan başka bu Ahmetcan Kasım'ı taraftarları, Abdülkerim Abbasov diyen bu kişiler. Yani bu iki guruh otursa da şu zamanda öz ara vatan milletinin işini koyup biraz karşılaşış boğan bolsun mu bu insanlar vatan millet için umumen töp koşkan demekçisiler yani. Ama siyasi cihette, sizin göz karışlarında qaysi taraf hatalık ötkazdi bir yerde. Bunu değişik bulamam. Göz karışım da Hoş. Her iki taraftan bir icabi taraflarım var. Şunu olan selbi taraflarım var. Bu meselede Uygur halkı, Şarkı Türkistan halkı bu 46. yıldaki şu 11 betim meselesi de katlık aldandı. Hoş.
bir taraf Ruslarninki menfaatini tutgan bo'lsa, bir taraf Gomindag'larning menfaatini tutdi. O'ttirda qurbon bo'lgan narsa nima desa, Uyg'urlarning davlati, Uyg'urlarniki erkinligi o'zi cho'ng ziyonga uchrab, bugungi kundagi qilishga sababchi bo'lib qoldi. Shuning uchun mening deydiganim, bu masalada endi shu davr xarakterini hisobga olmaydi. Nayta kudretli bo'lgan Sovet hükümeti bu üç vilayetdeki inqilobni başlap, ahire özlerinin komünistik ideyası, cahanşumul komünizm ideyasini taktıp dünyaya hücum buluş ideyasi kelgen çağda Uygurlarning menfaatini kurban kıldı. Gümsen dağlarla birleşip ahire bizni satkan oldu. Endi bu meselede benim deydiğim malum derecede bu rehberlerimiz bazı meseleler yaşmışlarını kılalıgan bolsunlar, bazı işlerde hakiki bir yusunda Uygurlarının azatlık meselesinde bir fırsat gelgen devirlerini koldan berip koydu. Hoş. Yani tarihi devrigi qaragan vaqtida aynı zamanda yani Ruslar bilan Xitoyninki kuchli bo'lish sababidan bular ojiz gap qoldi deyishga bo'ladi ekan bir tarafdan sizlarninki gaplar qaragan vaqtida. Yani birisi aynı zamanda Manas daryosi bo'yiga to'plangan shu mujohidlarimiz, shu jangchilarimizning jang qilmay taqilib ketishi, keyin qaytirilishi bu biz uchun nihoyat cho'ng bir mag'lubiyat bo'lib ketdi deyishga bo'ladi, shunaqmi? Yani xatolik bu yani. To'g'ri gap. Shular shahid bo'lib ketgan bo'lsa, xo'sh. Shu 40 ming armiyadan 30 ming armiyadan bir 5 ming odam tog'larga chiqib, xo'sh. Kommunist paylarga bir qarshilik qilgan bo'lsa-mu, mayli shuni bilan qurbon bo'lib tugagan bo'lsa-mu, sharaf bilan nomlari qolatdi, tarixda yoziladi. Bunga aytgan chog'da 30 ming 40 ming qo'shin Gümsendag'a altın tavakka elip verildi. En ahire bu kırındaşlarımız, gençlerimiz, vatan millet yolunda kan tökkenler ahire Komünist Xitaylar tarafından birden yıkıldı. Şundak. Yani ularninki o'tkazgan xatolig'i ikkili tarafninki xatolig'i bu mu yoki bir taraf buni yani biz jang qilamiz deb to'g'anmadi, qaysi taraf jang qilamiz deb to'g'di Xitoy bilan? Endi ikkili tarafda bor bu mesele. Mesela Sovet hükümetinin besim bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti'den kelgan vakillar başta o'zining pagollari bilan harbiy unvonlari bilan suhbatga kirgan vaqtida bu suhbatni Gomindan taraflar qabul qilmadi. Xo'sh. Oxiri qandaqdi? Bir so'zlardan ular o'zlariniki janglarga kelgan harbiy pagollarini boshqalarini tashlab, Gomindan hükümeti bilan oddiy bir insonlarning vakillari hisobida suhbat o'tkazgan bo'ldi. Unda aytganda inqilobga cho'ng taslimchilik ahvoli yuz berdi shu davrlarda. Yani Sovetchilar nima Gomindan bilan sulh tuzgan avval bo'ldi deydi yani. Shunda. Bunda bo'lganda demak ikkili taraf yani ojizligidan sulh tuzdimi bu? Sulh ojizlikdan yuz berdimi bu ish? Yoki boshqa manfaat bormi? Bunda ojizlik desimi bo'ladi. Lekin men ojizlik deganga ancha bir qo'shib ketmayman. Agar ikki guruhdagi Uyg'urlar birlashib, Uyg'urlarning manfaati uchun xalqni qo'zg'ab bir harakat qilsa, shuning natijasi bo'ladi. Hatto 6 oyda Gümsendag'a kurashib boyvoy damigan Osman Botirmi oxiri jang maydonlarida shahid bo'ldi. Xo'sh. Nima desa, qanday bo'lsin tarixda bir
o'zininki maqsadi uchun eng oxirigacha kurash qila oladi. Bizning xalqimizdan ishdan chiqqan ba'zi rahbarlardiki ashundoq taslimchiligi bilan 30-40 ming armiya bekor vayron bo'lib tugadi. Oxiri shu kunlarda Uyg'ur xalqi o'zining vatanidan ayrilib, xarizor bo'lib qul bo'lish ahvoliga tushib qoldi. Buning dardini biz tortyapmiz yani. Shunda ajdodlar o'tkazgan xatoliklarning dardini avlodlar tortadi. Shuning uchun bugungi chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimiz bu masalaga alohida ahamiyat berish kerak. Yani bugün biz xatolik o'tkazsak, bizning xatoligimizni bizning avlodlarimiz tortadi yani. Bizning bolalarimiz tortadi demakchi. Bugungilar xatolik o'tkazib qolsa. Shundan. Xo'sh, men sizdan nayt obdan bir javobni oldim. Alloh rozi bo'lsin. Yani aynı zamanda mayli Gomindan bilan suli tuzganlar bo'lsin, mayli Ruslarning gapini anglab, ular bilan billa ittifoq shaklda ish qilganlar bo'lsin. Bular asli insonlar o'zlari Uyg'ur xalqi uchun nayt ko'p ish qilib bergan, xizmat qilgan, inqilob qilgan, urush qilgan kishilar, ammo keyingi zamonda siyosatning qurboni bo'lib, aldinib 40-50 ming kishilik qo'shinimizni Manas daryosi bo'yida Xitoyga oltin qachida tutib berib, minglarcha shahidlarimizningki qahramon bo'lib yezilib chiqishining oldini etib qo'ygan degan bu javobni angladim. Alloh rozi bo'lsin. Uningdan boshqa men bu yerda yana bir qo'shimcha bir narsani so'rayman. Demakki, agar buningdan keyin Manas daryosi bo'yiga yig'ilgandek bir 30-40 minglik bir qurolli qo'shin bir yerga yig'ilib qolib qolsa, cho'qim urush qilishimiz kerak ekan degan bir tarixiy saboq, bir natija chiqdi bu yerda. Bu so'zimga qanday qaraylar? Hakikaten inşallah bugün Şarkı Türkistan halkı özünün tarihinde görüp bakmadan dehşetli günlerini geçirmek istiyordu. Hoş. Şimdi şu dehşetli günlerinin akıda da inşallah yeni bir yoruk günlerin içinde koyayım. İnşallah. İnşallah halkara vaziyet iş kaçan bundak duruvermeydi. Hoş. Xitoy imperializmininki hazır kıvatma işleri insan tasavvurunun nahit iş bekleyen işler olatıdır. Yani bu diyenler Xitoy komünistlerinin ahirki günlerinin yıkılış kağallığını bişaretlep oylayın ben. Hoş. Hem de şundak bulan aslında Şarkı Türkistan halkı chet ellerde yaşayotganlar biz özümüzden kolumuzdan kilişte kendisimiz için bir tayyorlikda bo'lishimiz lazım. Bununla tayyorlik qilmay bo'lmaydi. Bununla ideya jihatdan yana boshqa jihatlarda amaliy bir ishlarni qilishga tayyorlik qilish kerak. Yani biz bir yerde tayyor tursak inşallah Allah'ın rahmeti bilan bir bizga bir g'albining yo'li ochiladi demoqchisizlar. Tayyor bo'lish bek muhim. Shunday. Shuning uchun eng muhim masala biz ideyaviy jihatdan birlashishimiz, tashkiliy jihatdan birlashishimiz, har qaysi jihatlardan birlashishimiz lozim. Bu hozirgi fursatda teşkilatlarımızın içindeki birbirini yaktırmaydıgan, birbiriga düşmanlık bilen karaydıgan ahvallar olsa bunu çokum yokuş gerek. Özümüzde ıslah kılışımız lazım. Biz ıslah kılmay, kilecek için bir iş kılamayız. Hazır vakta mesela bizim sepimizde nurgulluğun kişiler bu yakınki ahvallardan bir narsani tushunib yetyaptimikin Xitoylar bilan bundan Sharqi Turkiston xalqi bir yerda ishlash mumkin emas. Xo'sh. Biz 40 necha yil, 50-60 yil, 70 yil kommunist Xitoylarning oldiniga uchirdik, resimiga uchirdik,
her xil ahvollarni beshimizdan kechirdik. Endi bizden bunda aytgan chog'da o'yg'indigan vaqtimiz keldi. Millatni men o'yg'onmiz demayman. O'yg'onyapti. Shuning uchunmi bundan keyingi masalalarda Sharq Turkistonning har qaysi ellardagi tashkilotlari o'zaro bir-biri bilan yaqin munosabatda bo'lib, kelajak uchun bir planlarni tuzish kerak. Men endi ba'zi narsalarni o'ylab qolamanki, bu shu hozirgi vaqtda u yerda bu yerda demokratiyani ilgari surish haqida, yana boshqa yerlar, boshqa masalalar haqida kurslar ichilyapti, tarbiyalar berilyapti. Men shuni shu kurslarga demokratiyani ilgari surish masalalariga nisbatan men yana mustaqillikni qilamiz. Xo'sh. Agar bizga bir mustaqillik fursati kelib qolsa, biz yana demokratiyani deb yoki bo'lmasa Xitoy demokratlarini deb yana o'zimizni yana dushmandan qo'liga tutib bergan bir ahvol bo'ladi deb ansirayman. Xo'sh. Shuning uchun bizning harakatimizda bir ikki qo'lliq siyosat bo'lishi kerak. Hem demokratiya bo'lsin, hem erkinlik bo'lsin, hem oxirgi hedefimiz, maqsadimiz mustaqillik bo'lsin. Allah razı olsun. Eğer Uygur halkı bundan keyingi kurashni mustaqillikni demay, shu mustaqillikka erişemese, o Uygur halkı dünyadan tugaydi degan so'z. Shundoq. Biz tariximizni asraydigan bo'lsak, 500-nji yillarda ko'p tiriklar cho'ng bir imperiya qurgan. Shundoq. Şu zamanlarda Xitoy hükümranları ko'p Türklerini işinde bitli pasatlarını tug'dirib ikkiga bo'lib, Sharqiy ko'k Türkler, G'arbiy ko'k Türkler deganni maydonga keltirib, oxiri Sharqiy ko'k Türklerni yakkatdi, tugatdi bunday aytganda. Endi bizning oldimizda yana shunday bir savollar, yana bir shunday sinoqlar turdi. Endi bundan keyingi masalalarda Sharqiy Turkiston xalqi hayot yashayman deydi ekan, Uyg'ur xalqi hayot yashayman deydi ekan. Hozirdan boshlab millatimizning ideyasida Uyg'urlik ideyasini, Sharqiy Turkistonlik ideyasini, mustaqillik ideyasini, ham shu mustaqillikka yetish yo'llari haqida izlanish qilish kerak. Allah razı olsun. En muhim meselelerden birisi deb qarayman. Teşkilatlarninki ittifaqlashish masalalarida hozir dunyoda bir qancha cho'ng tashkilot bor. Masalan, Uyg'urlarga vakillik qiladigan tashkilotlardan bir qanchasi bor va uningga yondashgan tashkilotlardan 40-50 tashkilot bor. Bu tashkilotlarninki hamkorlashishida qandaq bir ko'rsatmalari bor sizlarninki? Qandaq shaklda hamkorlashish yo'lini topqili bo'ladi? Endi biz Sharqiy Turkiston xalqining beshiga tushgan kun hech qaysi bir millatning beshiga tushgani yo'q. Xo'sh. Endi bunday ahvolda Uyg'urlarni asos qilgan Sharqiy Turkiston xalqi chuqur birlashishi kerak. Bo'libmi shu Uyg'urlarningki rahbarlari bo'lgan tashkilotlarning rahbarlari Vatan milletinin, Sharqiy Turkistonning mustaqilligi, Uyg'ur xalqining erkinligini maqsad qilgan holda birlashish yo'liga kelish kerak. Agar bunga biz kelolmasak, biz tugadik degan so'z. Shuning uchun har bir tashkilotlardagi rahbariy qarindoshlarimiz tashkilotlar orasida munosabatlarni kuchaytirish kerak. Bunun için en aldı bilen biz bazı teşkilatlar arasındaki münasebetlerimiz yok. Şu oturda kalan gap söz küçük fasatlar bilen bu teşkilatlarını undak deymiz, mundak deymiz. Şunun için benim bir tavsiyem Sharqiy Turkiston azatlığı üçün küreş kılatkan teşkilatlarının rahberleri
özleri kemter boğan ahval aslında Şarkı Türkistan'ın halk aradaki teşkilatları ile davamlık münasebetlerini davamlık etmeliş gerek. Kazaklarda bir yapma bir köygen tonuş, köygen tutan deydi. Eğer biz Uygurlar birbirimizden düşünümüz bilsek, birbirimizge yakın kılıp ahval tutup, nemi derdi ama nemini oylaysan, degan narsalarni o'ttirib qo'yib, samimiylik bilan suhbatlarni boshlasak, bizning kelisholmaydigan yerimiz yo'q. Hammamiz bir onaning anchigini emgan, bir daryoning suyini ichgan, bir tuproqning farzandlari biz. Shuning uchun shundoq bir hodisalardek eg'ir bir davrda millatimizniki hayotlığı uchun her bir teşkilatların rehberleri birleşik gerek. Allah razı olsun. Hoş. Ben bu meselede bir hikayeni aytıp berey. Bu hikaye asasen bu Ruslarning proletariyat yazgıcısı Maxim Gorki deydiğin kişi var. Şununki İzirgil Mamay deydiğin bir hikayesi var. Rivayeti var. Bu İzirgil Mamay'ın rivayetinde bir Danko deydiğen kahramanınki hikayesi sözüldü. Danko öz kabilleri bilen, halkları bilen karanlık bir jangalının içinde, sazlıklarının içinde yol tapamay iziki kıyın ahvalda kaldı. Şu çağda Danko on kolunda köprüyü vurup köprüyünü katazdan çıkarıp onu meşal kılıp akıdı kilvatlar bütün kırındaşlarını öz adamlarını karanlığı ormanlardan çıkardı. Çıkarıp en ahire ormandan çıkandan keyin Danko'nun kolundaki bu yürek meşal üşüdü. Bu meşal yağ düşüdü hem yürek mi yerde kalıdı diken kişiler Danko'nun ölüp yatkınığa yüreğinin yerde karnını karmay şu Danko'nunki yüreklerin destek geçip gidiyordu. Yani bu hikayedeki bir mesele nime dese rehber boğa adam ben padişah olmayayım, ben tövbe çıkmayayım, şunun bile ben rahat yaşaymayayım diyen oyunu taşış gerek. Bunda aytkan çağda milleti erkin bulanmagan, devleti müstakil bulanmagan bir milletinin rehberleri şu milletinin kısmetkarı buluş gerek aldı bile. Şu milletninki kurbanlık koyları buluş gerek aldı bile. Aşındak boğan çağda o millet azatlık yoluna erişeleydi. Şunun için hazır bizdeki köplüge rehberlerimiz yakşı, lakin rehberlerimizin işi de samimi bir niyet bilen, millet, vatan, menfaati bilen iş kıldıklarımız mı? Kılıp var. Şunun için bu neslerden biz üzüşümüz gerek. Allah razı olsun. Hemkar buluşumuz gerek. Birbirimizden ittifak buluşumuz gerek. Vatanımızdan musakilliği, milletimizden erkinlik için her kandak nesliden vazgeçişke, bedel töleşke tayyor qilishimiz lazım. Allah razı olsun. Bizning şu Qarindoshlik studiyasi qurilgandan beri asosiy maqsadlardan biri mush rahbarlarimizni, tashkilot liderlarini, siyosiy yo'llarni, ustozlarni fikran orqali bo'lsin bir yerga akilishni maqsad qilib xizmat qilyapmiz. Ba'zida qiyinchilik tortyapmiz. Nurg'un 3-4 kishilik, 5-6 kishilik programmalarni ilib beryapmiz. Ammo kelgusida inshaalloh shu tashkilot rahbarlarini bir ishkironga kelib, bir shirani ustiga ekilish planimiz bor. Shundaq zamonda sizlarni chaqasak, sizlar shu rahbarlar bilan bir ustoz bo'lish sifatlari bilan shular bilan birga o'tira olamlar. Shu ishkironimizga taklif qilsak, kelishga vaqtlari chiqamdi inshaalloh. İnşallah çıkıdı.
endi mening salomatligim ancha yaxshi emas. Endi ba'zi vaqtida o'ylaydigan narsalar ko'p, ba'zida bu narsani to'liq so'zlab ketishim notayin endi. Shuning uchun imkon bor. Men bundaq ishlar bo'lsa hargiz chekib turmayman. Allah razı olsun, rahmet. Bugün sizin köprek sözlerini ilavağımız var, bizninki anlavağımız var. Şunun için Abay sözlep 1949'a kelgen to'qshu vaqtida Xitoy Kommunist armiyasininki mushu Xitoycha Sendongbi Uyg'urcha Uchtash degan mush tarafdan Bronevik tanklar bilan kelganliklar shu yerga kelgan to'q. Uningdagi Rus tarafdorlari bilan Gomindang tarafdorlarininki aynı zamanda bu Manas daryosi bo'yiga yig'ilgan shu bizning qo'shinlarimizni taqib o'tishga 11 bitimni imzolab shundoq bir tarixiy bir xatolikni o'tkazganligini shu yerga kelgan to'q. Uningdan keyingi ya'ni 1950 dan keyin nima ishlar bo'ldi? Shu yerdan boshlab yana biroz suhbat qilgan bo'lsak deyman. Xo'sh. Bo'ldi. 1949-yilninki 11 ayda kelganda Sharqiy Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi intayin tarixda ko'rilib bakmagan bir musibat kuchirdi. Shu chog'da maktabimizniki bir zali bo'ladigan ikkinchi darul ma'lumida to'satdan o'quvchilarni zalga yig'ib hammamiz zalga kirdik. Ammo yig'ilishniki kayfiyatiga qarab o'zimiz hayron bo'ldik. Muallimlerimizden ba'zining ko'zida yoshlari var. Ba'zilarning beshi silingan. Bundaq ahvolda sahnada Azizov deydigan ismini unutib qoldim. Qashqa darul ma'lumida mudir bo'lgan Azizov deydigan ustozimiz yig'inni ochdi. Yig'inni ichib, yig'inda ikki betlik bir uqtirishni o'qitadi. Bu uqtirishda Mo'zdon tarafidan ivetilgan Şinjan xalqiga, atalmış Şinjan xalqiga ivetilgan telegram ekan. Bu telegramda Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti'ndeki rahbarlar bo'lgan Ahmedjon Qosimi, Isoqbek, Dalilqon, Abdikerim Abbasov ve şunun o'xshash qancha rahbarlarimizdan Beijingda içildiğen birinci qitimliq siyosiy kengashning yig'iniga qatnash yo'lida o'rnidan chiqib Sovet ittifoqining chegarasiga kirib bu chegaraning Altay tarafidan o'tib bir tog'ning ustiga kelganda aeroplanning qazoga uchraganligi hem bu rehberlerimizden vafot bo'lganligi haqidagi xabar keldi. Shunga Mo'zdon degan qazzab o'zining ta'ziyasini bildirib yozgan ta'ziya ekan. Shu ta'ziyani o'qiyotgan ustozimiz Azizovning, bizning maktabning tartib mudiri Azizovning shu vaqtida yig'lagan ovozini, chiroyini men hozirgacha unutib ketolmayman. Bu tarafdan bir ayeti sözde okuydu xatdan. Yeni okuyamay ömürge yığlab ketidi. Şunun bilan bütün zal endi qancha vaqtda o'tdi, bir soat o'tdimi, hammamiz yig'ilib ketdik. Bu masaladan keyin Urumchida qattiq motam musibat boshlandi. Bu musibatlarda ba'zi yerlarda mescitlerde ulanın royalata dualar kıldı. Bazı yerlerde halkımız nazirçilik kılıp hatma Kur'an kıldı. Muşundak bulup bu Şarkı Türkistan davasının rehberleri ahire Xitoy komünistleri bilen hem şunun bilen Sovet sosyal cahangirligini
ağız, burun yalışışı bilen bu rehberlerimiz kurban boğan oldu. Endi hazır bilyapmiz ki bu suikastlar hazırgacha resmi türde Sovetning arxivlaridan ya bir yerlerden tabi çıkıp yok. Degan şu ahvallarning şahitleri bo'lgan bazı adamlar bu to'g'riliq o'zining ko'z qarashlarini yozdi. Xo'sh. Bu yazmışlar qaragan chaqda demek Ahmetcan Kasimi başlığındaki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki rehberleri mecburi halde ayıplanğa otağı buzulup Xitayning Beyjing'de geçirildiğin birinci kıtımlık siyasi kengeş yığınıga katmış meselesini bana kılıp apminilgan. Ahirgi bölge edigen çağda bularını Sovet Sosyal Cumhuriyeti hatta Moskvaga ekitip Moskva türmelerinde öngörülge kıdiye bazı bir ispatlar, bazı haberler çıkıyordu. Onu bunda aytgan çağda bu Şarkı Türkistan halkının bu inkılabi işleri bevosita sosyal cahangirlikniki hem Xitoy komünistlerinin o'zaro ağız burun yalışı bilen bo'lgan suikast ekanligini bugungi kunda bilyapmiz. Endi bu şu meseleden mesela 11. ayların ahiri hattaki 50. yılın başlarında Ahmetcan Kasimi'nin başka rehberlerimizden resimini hücumda geldiğini söyledi bazı kişiler. Hatta ki Ahmetcan Kasimi'nin yoldaşı Mayınur Hanım'a şu Ahmetcan Kasimi'ninki cesedinde göstermiş. Gösterken vaxtıda bu Ahmetcan emez diyen gepsizler şu çarpı takalım. Ama diken çünkü vaxtıda Mayınur Hanım'a mecburlaş besim kılış meselen ahire Ahmetcan'ın ölügümüşü diyendek sözler bilen ahire Ahmetcan Kasimi başlık rehberlerimiz işte sosyal cahangirniki suikastları bilen ahırlaşkan oldu. Yani şu devirlerdeki bir ahval ağzılıkçı isimleri çıkmaydı. Biz ikinci Darülmün'ün okuvçuları Kızıl Bina'nın yenideki keyin Sakşı Mektubu bo'lgan orunda şu mektep turattık. Üyedin küçük bu Kızıl Bina geldik. Kızıl Bina'dan keyin hazırki radyo stansiyonunki yenideki döndeki Kur'an geldik. Bu Kur'an'la Şımsey vaxtıda cümleden şöşal sırlar mektubu bo'lgan yerken bunun da Sopah'ın Polkovnik'la ya da başkalar okuğa yerken şu devrimde ikinci Darülman'ın okuvuşları biz şu yer küçük geldik. Yerimizde bir koroda şu vaxtıda Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ninki milli koşullardan bir adamını yığıvagan vakit oldu şu vaxtıda. Bazıda biz şu korodan çıkan avazlarını anlap kalattık. Yukalsın pan Türkçüs falanı, yukalsın pan İslamız falanı, falanı içip taşlaş gerek, bunda kılış gerek, bunda kılış gerek deydi. Keyin anlasak, bu yerde 5. korpuska kamalgan, 5. korpus namına ağan Şarkı Türkistan'ınki kahraman cemçileri ahire aşındak yerler ekilip kamilin İdiye mekbur özgertiş kurslarına katlaştırılıp şularının içinde künege 5'ten 10'dan adamını susuplar ya attan ya olmasa yırak yerlerge sürgen kılıp şu adamlarını aşındak tüveklemedi. Önce bizninki şiddet bilen bir iki yılda Manastır'a kilişi asasen nime degen çağda halkımızdaki bir cesaret
aşındak oğul kızlarımızın buluşu bizni bir azatlık yoluga ekegen. Afsuski taşqi güçlerninki tesiri, özümüzninki azlığı, tecrübesizliği, ittifaqsızlığı neticesinde kolga kelgen galibiyetlerimizni yo'qotib qo'ydi. Kahraman armiyamizdan ayrilib qoldi. Yana Xitoy bizningki mujohidlarimizni tutib, oxiri shundoq tarbiyalash o'rinlariga qamab, shu har xil tuhmatlarni to'pib, shundoq qilib hammani vayron qilib etdi. Yani oxirida bizningki buyuk qo'shinimizni vayron qilib etdi. Shundoq. Xo'sh, Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Bundan keyingi o'tsak bo'lamdi, shu 1955 dan keyin. Bo'ladi. Ondan keyingi ahvollarda, darmalarında, davrlarda bazı ahvollarni aytib ketsam, bizning muallimlarimiz asosan ziyolilarimizning ishidagi eng yaxshi kishilar bizning ustozlarimizdir. Xo'sh. Shu davrlarda biz mesela matematika, fizika, nabatat, botanika, til edebiyat, coğrafya, şuna o'xshash darslarni o'tadigan. Bu darslarniki asosiy kitoblari, programmalari Sovet ittifoqining o'sha O'rta Osiyosidan, Qozog'istondan yoki bo'lmasa O'zbekiston nashriyatlarida nashr qilingan kitoblar oldilar. Endi bu davrlarda qanday bo'lsin, biz millatimizning ba'zi ahvollarini to'liq bo'lmasimi ma'lum darajada tushunish uchun bir sharoit vardı. Endi bu sharoitning bo'lishining bir sababi ba'zilar deydi, Gumsandan uçaklar obdadi, keyin o'zgarib qoldi deydi. Men bu so'zga ishonmayman. Gumsandan Sharqiy Turkiston xalqiga, Uyg'ur xalqiga obdan bo'lgan vaqti yo'q. Biz endi yosh bola vaqtlarimizda Gumsandanning to'g'ri, sharafli, ulug' partiya deydigan shuarlarni tanlaga yezib, shuni tashviq qilib, xalqlardan shu ta'sirlarga uchirdik. Ammo lekin komünist Xitoyda mamlakatimizga kirgan vaqtlardagi ahvollarni men o'z ko'zim bilan ko'rgan. 49-yilning oxiriga kelgan vaqtlarda qanday bo'ldi, shu vaqtlarda qishlar nihoyatda eg'ir, sovuq bo'lgan. Atrofda ko'chalarni qor besib ketgan, o'yinlarni qor besib ketgan. O'shundoq yerlarga bu hangulchish Gumsandan Xitoylar kelib, qo'llarida go'dak, supurga, o'shundoq narsalarni kelib elibsa, yo'llarni tozalab, g'oylarni tozalab, ko'rgan Uyg'ur boboylarni lodaga desa lodaga, lodanyang desa lodanyangda. O'shundoq qilib ba'zilarga so'ti chiqib yana bir narsa qilib berayotgan. Shundoq qilibsa, bu komünist Xitoylar bir mezgil Uyg'ur xalqining ichiga singib kirishga boshladi. Shundoq. Og'zini ochsa yurga ko'rinadigan bu bechora Uyg'ur xalqi Xitoylarni bu Gumsandan Xitoylar bo'ladigan Xitoylarga Gomindan o'xshamaydi ekan degan gap so'zlarni shu chog'da taraldi. Bu endi bunday aytgan chog'da Xitoy millatining, Xitoy hukmronlarining biri bunday aytgan chog'da bir suiqasdlarning birisi edi. Sharqiy Turkistonda tabi oyida mahkam turib bo'lgan vaqtlar qanday bo'lsin, Sharqiy Turkistonning mustaqillik davrini bitishidan kechirgan armiylarimiz bor, xalqimiz bor, ziyolilarimiz bor. Şunu bilan birga Sovet ittifoqini qanday bo'lsin,
az bular yerliklerge biraz nazar aldırıp karavatman devirde boğatışlar Xitaylar nəhayət yumuşaq Uygurlar Aslen şartlıklar nispeten fazla şafayet gibi görülgendi. Xitaylar kelgenlik için milletimizde kanca kıldı edilen çağda Uygur halkı, Şarkı Türkistan halkının iki tulmuş adetleri, örf adetlerinin ekran çağda halkımız uyum taşta ittifak oldu. Meyli bay olsun, meyli kembegal olsun, halkımızda bir iman, bir vicdan, bu ağaçta birbirine küynetti, birbirini yaptırmekte, birbirine yardım kılattı. Şu vaxtlarda bizden sınıflarda durgunluğun arkadaşlarımız oldular. Biz ulardı ya özgürlüğünü, ya kırmızı tatarlığını, ya ki başkalarını bilmeydik biz. 50. yıllarını Beşik gelgen çağda sınıflara bir anket girdi. Bu anketlarda milleti, dini, cinsi, kilip çıkışı deydiğen gepsizlikler peyda oldu. Nime dese, bunu senden Şarkı Türkistan'ın halkı içinde nizat erişmişim. Şarkı Türkistan halkını bölüp parçalayıp birbirine silişte başladı. Hoş. Ben ilk vaxtlarda şu vaxtlar bizim sınıfta neyse Türk vallahi oldu. Tatar vallahi oldu iken, boğan iken, Özbek vallahi boğan iken, hatta ki Türk vallahi bir kança kelimdaşlarımız oldugan. İzzet Abdullah deydigan, Malik Abdullah deydigan, İzzet Abdullah Ürümçideki 17. Fecr'in bekledinki mutlu olup dünyanın öttü. Benim başlanmış mektebini takip, benim yakın sıvak dışımda. Keyin qarsam, bir vaxtlar qarsam, özüme Özbek'te tizvatı. Oy! Sen ne mutlumun bu? Bunda sen Özbek olursan, ben Özbek. Yakıt'taki devrede benim dadam şu Yakıt'taki askeri olup, Türk'tan gelip, Türk'tan öğlen gelince. Şuna öyle benim dadam aşağıya sünnet, çünkü ondan tüygendi. Aslını sürüştürsem ben Özbek değil. Şuna öyle burun kulakta da Şarkı Türkistan halkı özlerini millet nam bilen emez, şehir nam bilen, yerler nam bilen ataydılar. Mesela Engellikler, Keşgarlıklar, Yerkerlikler, Kumurluklar deydiler. Yani bu coğrafilik, yerlik ahval emdi. Keyik vaxtında bu sınıfi güreşliger düşmanın kıltığını Vaktimiz işide Şarkı Türkistan halkı içinde değişken bu hareketin başladı. Şuna olan Ürümçideki sahibi de Mutelcen'in kargaşlığı dediğine yaba. Bu Mutelcen degen adamın şu kargaşlık etrafta cık yenir boğun iken. Andayken Şincan atalmış Şincan Üniversitesi'ndeki Akdeniz'de bir dihançılık meydanları oldu. Bu yerde bir Tungallığa, Uygurluğa yer tutup nukladın iken. Kim az ötmen okuvçularını yıkıp ekelip bu adamlarını küreş kılışka başladı. Birisini dedi polis dedi, birisini dedi Baydihan dedi. Aşında kılıp yerip ahırının olduğu genç çağda milletin işi de sınıfı tenkitler boyunca bölüş peyda oldu. Bir Şarkı Türkistan halkı parçalardı. 1950 yıldan son keyin Uygurlarni muş şekilde parçalashga başladı Xitoy. Şunda bakma şu 50. yıllar ondan keyin 52. yılları Kaşgar'ın aşı Konişan'ın Paktekli degan yerde yer ıslahatı başlandı. Şu yer ıslahatı başlanma vaxtida dihallarını küşkürtüp onları öğütüp aşı yeri var adamlarını ki yerlerini tartışma etti. Hatta ki meşitlerinin
50-60 mı vaktileri oldugan, 100 mı vaktileri oldugan, şu vaktilerini kanday kıldı degen çağda Uygurlarını küşkürtüp, şu vaktilerini taksim kılıptı. İhallarga. Hoş. Ne oldu degen çağda Uygurlar endi bir-birinden düşmeniş ahvalıga karatmadı. Bunun sendağının ki Şarkı Türkistan'ı işgal kılandan keyinki sınıfi güreş nazariyasıyla halkımızını parçalap idare kılış diyen siyaseti şu devirlerden başlandı. Hoş. Benim isimden Ketay'dan bu şu Darül Malim'de okutka vaktimizde bir kança kata körgezmeleri var. Bu körgezmelerinin birisi bu şu Kazak kuyurçukları der. Manas bu taraflarda Azman'daki yana başka kutuplu taraflarda Osmanlı'nınki adamları boğuluyken. Bunlarını tutup bir vaxtında Örümçü'de şu şehirlik sakşıda bir körgezme açtı. Bir açtı. Onun için şu hazırki çok bankada bir körgezme açtı. Şu çağda bizni kata çizildirip atırıp kuyumçuklarınki, banditlarınki körgezmesiga katnaştırgan. Kirsek yuğan kazak tumaklarını kiygen, şapallarını kiygen, yuğan ötüklerini kiygen, boşa Altaylı, Kutuplu, Manarı, nurgulluğun kazak kerindaşlarını kollarını kişende bağlap, kollarını akıda bir türklerge bağlap, başında kılıpsa, şu hayvanlarını körgezme kırandak aşında ahvalda biz köydüklerini bitirdik. Kirip kansak şu her bir adamın yanıga onu tanıştırıp yazar. Palanı, bu özü Gümsendağ'ın karşı güreş kılan, zorluk kılan, Kıtaylarının mançını ötteyen, manç kazakını ötteyen, digen töhmetlerle nöpkep, ahire, kandak oldu digen çağda, nurgulluğun kazaklarının içinden çıkan kahramanlar, şu 52. yılları kurban kılındı. Hoş. Benim yeni isimden çıkmayacağım bir neyse şu 52. yılları boz gerek. Bizimki 3 efendiden başka yine küçük efendiler dediğim efendiler bulduk. Hoş. Bu Çingiz Han'dan almalı. Kurban Kılıç, Kurban Kodan, Abdurrahim Kılıç diyenler. Bu adamlar Esa Efendi'nin hemşire okşaş, Kagan Efendilerininki neşriyat, jurnal, gazetelerini çıkardığın ötkül ziyalılardı. Bu ziyalılar Esa Efendiler'le 49. yılı ketip belge çıkıp gitmekçi bolgan vaxtlarda şu yoldan çıkanmay bazıları kayıp gelgirdi. Şundan ahire bularını benim isim eğer beni aldırmadan olsa 52. yılın 1. aylarda bu 3 küçük efendini şu hazırlıkta 1. Ağustos meydanıya deydiğen meydanda sırtlara Çin'e getirdiğen bir yol olduğundan şu anda bularını öldürüp en ahiri Nimbol deydiğen çağda bularını yukattan buldu. Şimdi şu devirlerde nurgulluğa vatanınki kahraman oğul kızları kurban bulundu. Nime degen çağda özümüzdeki inkılapını başlar, ahırga çıkanmağanlığımız söyledi. Ahire nurgulluğun ziyarlarımızdan, nurgulluğun kahramanlarımızdan ayrılıp kaldık. Şimdi hem de Allah razı olsun size naitti tepsili şu 44'ten keyin 52'ce
ve 52 geçi bo'lgan zamonlarni biroz yo'rtib bergan bo'llar. 1955 yıl kurulan Şinjan Ülkülük Hükümet degan bu atalmış aynı zamanda. Bu to'g'risida biroz to'xtalib bakamdık. Bu siz demek ki 55. yılı kurulgan. Hoş. Abdunum rayonunda demsiz ya ki Mening bilishim shu, men tarix kitobda o'qigan 1955 yili Ülkülük Hükümet deb Şinjan Uyg'ur Abdunum rayoni deb atalgan bo'lishi mumkin shu zamonda, ismida qolmay qoldi. Şu vaqtdagi qurilgan hukumatning. Endi bu davrlarda bu Abdunum rayonunun kuruluş meselesinde nurgun bir asaslar var, nurulluğun ahvallar var. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti Xitay Komünist İstilahileri tarafından yok kılıngandan keyin halkımız içinde Komünist Xitaylarga nispeten aytgan chog'da bir ishonmaslik, ularga qarshilik yo'qolgan bir harakatlar bo'lishga boshladi. Bo'libmi bu 1951 yillarga kelgan chog'da bizning milliy rahbarlarimizdan Seyfettin'den başka 51 teşkilatı deydiğen bir teşkilat meydana kelgan. Bu teşkilatga Seyfullah Demdok, Eminov Demdok, şu devrdeki Şarkı Türkistan Respublikası'nınki komandiri jamchileri bulandı. Şulardan 51 kişi teşkillenip Xitay Komünist Partisi'ninki reisi Mao Zedong'a xat yazgan ekan. Biz talep qilgan nishonimiz Sharq Turkistonning mustaqilligi, Uyg'uristonning mustaqilligi. De shuning uchun bizga mustaqilligimizni bering. Demsiz bo'lmaydi. Endi men ko'p narsalarni anglagan 1951 yillarda Wang Jin Şarkı Türkistan'ın Koca Şehri bildikken bu. Peki vaktinde Wang Jin'nin birinci sözü aytılan şu, sizler Şinjan halkı sadece cip cefa müşakkat çektinler. Xitay müstabiklerinin, Gomindağ'ın cip zulüm sitemleri uçurdunlar. Şunun için biz sizlerini fakatla azat kılış için geldik. Biz 3 yıldan keyin sizlerge Gomindağ'da tupraqlarınızı yoktu. Sizlerge öz vatanınlarını özünleri taşıyıp getirmeyiniz. Diyen gepni kırgın ekan. Endi mushu Xitoycha so'zlagan so'zni tarjima qilgan Hamis Sultan deydigan akamiz bo'ldilar. Bu kishi atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonunun Tilizlik Komitetida ishlaydi. Bilmezlik. Bu G'urji oblasti Muavin oblast başlığı Rahman Sultan degan kishining enisidir. Bu kişinin bu sözünü etraftakilar anglagan ekan. Shuning uchun bu söz uzungacha u yoq bu yoqqa tarilib yurib, shuning oxiri bu G'o'jida 51 tashkilot qurilib, 51 tashkiloti Bejingga xat yozib, shu jarayonlarda G'o'jida maytda pan-Türkislarni hem pan-İslamistlarni bastırış hareketlerine qattiq qiynalib berilgan. Bunun da mesela şu Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin mühim hizmetlerinde bo'lgan rahbarlarni, dini alimlarni, ziyolarimizni G'o'jida qattiq bostirish ishlarlar olib borgan. Hattoki G'o'jining to'rlarida yuzlab, minglab ziyolarimiz qamalgan. Şu vaqtida Abdurahim Mahsummo şu türmege qamalgan odamlarning biri ekan.
kunlarning birida u odamning iç meselesi kun tartibiga qo'yilgan ekan. Mushundaq bir ahvol aslida Vanjinning bu yurgizgan zolimlik, mustabidlik siyosatlari Beijingga berib yetadi ekan. Yetgan vaqtida shu vaqtida G'arbiy Shimol 5 o'lkaniki raisi deb ataladigan Xi Jinping degan bir Xitoy ta'til bo'ldi. Hozirgi shu Xi Jinpingning dadisi. Bu G'arbiy Shimol 5 o'lkaniki partiya sekretari bo'ldi. Shuna bilan anlayışımızga qaraganda Beijing'den Mao Zedong bu adamni Sharqiy Turkistonga hal so'rash umiga bilan evatib, o'ziga borgandan keyin turmalarning ishlarini, darvozalarini ichib, bu kishilarni turmadan chiqardi ekan. Shuningdek, anglag'inimizda Wang Jinni Beijingga aketken bo'ldi. Şu vaqtida bizning yana ba'zi bir diniy olimlarimiz, aldangan ziyolilarimiz nima dedi deganda shu kishilarning asli bo'lgan so'zlarda Şi payg'ambar keldi bo'ljaga, Şi payg'ambar keldi, bizni ozod qildi degan gap so'zlar shu chog'da chiqqan ekan. Bazı ulamolarimiz shu chog'da ey sizlar musulmonlar, Peygamberinin yolu başka. Bu kandak bir Xitoy peygamber buludu deb aşu adamlarga raziya bergan ekan. Endi bunda aytgan chog'da shu davrdan keyin Xitoy komünist hukumati o'zining taktikasini o'zgartirib Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgan General Wang Jinni Beijingga ve bazılar şu çatı degende vay Beijing'e atırıp bunu cezalaydı ekan dedi. Ama keyingi ahvollarda Wang Jinning Beijingdagi xizmati o'rniga o'sgan bo'ldi. Umuman aytgan chog'da Sharqiy Turkistondagi ahvollarni keladigan bo'lsak, Xitoy hukumati, Xitoy kommunistlari o'zining suikastlerini tedirici halda hasta, yuşrun, aldaş usullarıyla yapmadı. Ben de şunu eğitim gerek, biz mektepte okuvatkan vakitlerimizde mi mekteplerde siyasi küreşler başlangan, ziyallah arsıda her türlü mekturu üzerindeki hareketleri bulatkan bir vakitlerdi. Mesela şu vakitte ziyallığa götürerek takışkan bir söz Uygur halkını atsallık millet deydiğen. Ben 52. yılı ikinci Darülmanlı'nın tüketkenliği şu vakitteki Mağrib'nin takazzası bilen 16 yaşında balı malum bulup 3 yıl burun okugan anı mektubim Ürümçi şehirlik 5. başlangıç mektepte malum bulup vardı. Şu malum bulup verişten ilgili biz okutkularını Ürümçi'deki şu Benim tarafta 3. Ottura deydiğim bir mektep oldu. Şu mektepni mefkuru özgertiş kursu kıldı. Şu mefkuru özgertiş kursuna şu çağda memnun berip koşuldum. Şu vaxtıda Ürümçi naisi, Ürümçi vilayeti karıştık yerlerden 300'e yakın malumlar. Hatta ki benim ustad olan ustazlarım başlamış mektepte. Şular bilen birge kursta mefkurun özgertiş hareketini yapmadık. Şu vaxtıda
o'quvchilarga davomli holda osonliq millat desa bizning cho'ngaroq ustozlarimiz biz qanday osonliq bo'lamiz. Bu Xitoylar degan Sharq Turkistonda aholining yoki 2 yoki 3% tashkil qiladi. Shu davrlarda Xitoylarning sonini 220 ming atrofida hisoblaydigan Sharq Turkistonda. Endi Qashqar viloyatining aholisini 1.600.000 hisoblaydigan. 48-49 yilları. Biz degan mushmaq bir cho'ng millat bo'lsak, o'z tuprog'imizda yashab kelayotgan bo'lsak, bizda qanday qilib sizlar o'zi osonliq millat deysizlar degan vaqtida shu vaqtda Urumchi shaharlik partikomdan boshqa yerdan bir Xitoylar kelib tarjimon orqali doklad bergan ismda sizlar o'zinglarni boshqacha chet ellik deb qaramanglar. Sizlar mushuk Jungodagi 50 millatning biri sizlar. Buni uchun boshqa hansolar qaraganda sizlar osonlik. Shuning uchun biz sizlarni osonlik millat deydigan gaplarni aytgani hozirgi esimda. Bunga norozi bo'lgan shu vaqtdagi ikki muallimni o'quvchilar orasida kurash qilib soqchiga ketgan. Ularniki oxiri noma'lum bo'ldi. Anlasak ularni kesib boshqa bir lavgaydilarga, firmalarga ketganligini anladım. Rahmat, Allah razı olsun. Acımka hazır sözlerininki axirini yana davamlaştırırız. Bizim qarindaşlarımız, nəhayət köplügən qarindaşlarımız hazır işkiranını görüp sizin sözlerini anlavadıdı. Bazı qarindaşlarımız inkaz yazıvadıdı. Şu vakitte alimlar, çoğunlar, şu mollalar bu qari kafir qandamı bizge yardım berdi deganini o'ylab bakmadımı? Şu vaqtida şu molla alimlarimiz yoki çoğunlar xalqimizga bu meyli Wang Jin kelgan bo'lsin, meyli Xi Jinping kelgan bo'lsin, kim kelsin şu qari kafir qandan bizga yordam berdi deb menda o'ylab bular qarshi bir qo'zg'alish shaklida bir harakat ilib bormadimi degandek savollarni o'tirib tashladı. Bunu şu vaqtida sizmi şu maktabda o'qiyotgan bir shaxs bo'lish sifatlari bilan bu Xitoylarga bir ishinish kayfiyati bormi umumiy Uyg'urlarda yoki ojizmi to'q biz? Endi bu fikrlar to'g'ri. Endi shu davrni ko'rmagan odamlar uchun bu hayronlikdek hisoblandi. Lekin endi bir narsani bilish kerakki, chog'da Sharqiy Turkistondagi bu zulmlar bunda aytganda yolg'iz Xitoy hukumatiniki zulmi bo'lmasdan tarixdan buyon bizga yaqin do'st bo'lib ko'rinib kelgan Sovet hukumatining bu masalada qurg'ardi. Qanday degan chog'da har bir masalani yurgizishda Sovet konsuli, Sovet ittifoqiniki maslahatchilari yana boshqalar bilan maslahatlashib bu ishlar qilindi. Endi o'ylab ko'rma Sharqiy Turkistondagi 52-53 yillarda u yerlarda qo'zg'olonlar bo'ldi. Masalan, Qashqarda bo'ldi, Xo'jandda bo'ldi, Toshqo'rg'onlarda bo'ldi, Oltoy Ziminaylarda bo'ldi, hattoki Qumullarda bo'ldi. Nəhayət inqilablar oldu. Ama bu inqilabların hammasi qurolli qallaqlashtirildi. Bunda aytgan chog'da bu bostirishlar natijasida kishilarda shu davrdan boshlab qo'rqish ideyasi, Xitoydan qo'rqish ideyasi paydo bo'lishga boshladi. Undan boshqa Xitoy davomli holda bir qo'rqitib qo'ydi. Yine boşluğunda siyasetini. Yine koktup koydu, yine boşluq koydu. Bunda etkanlarda bir aldaş var. Devamlık aldak kişilerde bir dersi var. Sovet ittifakını şipi keltirip, bizim günümüz Sovet ittifakının günü. Orta Asya'daki Özbek, Kazak, Kırgız başkalarının günü bizim
Müşadiki Uygurların günü. Degende sözler bilen Uygur halkını, Şarkı Türkistan halkını kuruk şekilde aldap geldi. Hem de bunun da hem de özümüzden ötken hatalıklarını nahit çok. Çünkü bizimki rehberlerimizde bir milli müstakillikni ahiretici yetkizиш. Şu milli müstakillikni kaderleydiğen bir milli ruh bulmadı şu tazdaki rehberlerde. Eğer de şu ruh doğan bolsa da Xitayga ulug' vatanimizni tashlab Xitoyningki armiyasining ofitser bo'lib yoki rais bo'lib yoki ma'mur rais bo'lib valiy bo'lib shahar boshlig'i bo'lib yurmaydi. Dastlabki vaqtlarda bizning xalqimiz qattiq aldandi. Biz maqtaydigan masalan shu siyosatimizdanda İbrahim Türk'dende Abdülkerim Eysağı ölüp gitti milletçilik karıştırışta. Naitim nurgun yaxşı adamlarımız şu komünist Xitayninki emeldarlar oldu burada yakınçarda. Hem bunda olgandayken Allah nima bo'ldi endi o'ylab bakmoqda. Bosh ketib qoldi. Qag'a yana u yoqda sim bo'ldi, bu yoqda sim bo'ldi. Shuning uchun Şarkı Türkistan halkı cemiyetinde hareket kıldı. Lakin bu Xitayning besimi yalnız Xitayning besimiz. Sovet sosyal cangirligini Xitayga yardım qilishi bilan bo'lgan ishlar bu. Endi men bir narsani müşahideki ekran oldida o'tirgan qarindoshlarimning samiga sanmoqchi bo'laman. 1955 yılı 10. ayının 1. günü atalmış Şinjan Uygur Avtonom Rayonu degan namda vatanimizning namını o'zgartib yangicha bir hukumat, qo'shaq hukumat qurildi. Endi o chaqda shu avtonom rayonu qurilganining oldidagi ahvollarda men şu vaqtida Şinjan, atalmış Şinjan köyünün müdiri Burhan Şehid'in üniversitenin içindeki, institutun içindeki binanın zalında sözlegen bir sözde hazırlıkta isimden çıkmaydı. Hoş. Bu adam özünün ya Kazakça emas, ya Özbekçe emas, ya Tatarca emas, ya Uygurca emas bir şalgıt sözü de şu nesine digine isimde. Bir ayal tuğmakçı, bir ana tuğmakçı olsun mu? 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 minut, 9 sekund ötüdü. Şunun dikin balı tuğulurdu. Sizler aldırıp gitmenler. Aldı bilen bu yerde Avtonom Rayon kuruldu. Onun Avtonom Respublik kuruldu. Onun için Cumhuriyet Respublik kuruldu diyen gepni şu vakitte Burhan Şehid'in etkili benim kulağımda hazır çizelam tutuldu. Yani 1955. yılı değilken söz hazır mı tekrarlanıyor? Hoş. Öz iradesi bilen etkan bolsun, yerki mecburi etkan bolsun, şu sözler etkildi. Ama lakin medeniyet inkılabı devrinde Burhan Şehid'ini eçkip, aşı sözleri için kattık pikan kıldı. Küreş kıldı, urdu, muşridi. Nime degan chog'da Xitoy hükümeti özümüzün emeldarları, adamları ağzıdan aşındak xalqni aldaydigan sözlerini qilish orqali xalqning ichidagi inqilobiy harakatlarni komünist Xitoyga qarshiliklarni besib keldi. Shuning uchun bu masalada o zamanni ko'rmagan qarindoshlarimiz cho'qim o'ylaydi. Shuncha ko'p xalq Xitoyda az, nima uchun bunday bo'ldi edi? Endi har bir davrning o'ziga kuchli bir mushkuloti bor, qiyinchiliklari bor, sharoitlari bor. Biz bu davrda, yashagan davrda
bizning cho'nglarimiz asosan bir qismi Xitoyning yo'lini to'g'ri deb qaraydigan. Bir qismi uni xato desimi uchu holda bir narsa deyishga imkoni yo'q edi. Bu yerda so'zlaydi, uchuq so'zlaydiganlarni bildigan, eng oxir qanday bo'ldi? Xitoyning to'g'ri tushdi, shuni ular o'ldan yo'qoldi. Yoki bo'lmasa zindonlarga tashlandi, xalqning dushmaniga aylandi. Shuning uchun endi Gongsandarniki asosiy siyosati birchi xalqni aldash, bostirish, qo'rqitish, mushundaq usullar bilan Sharqiy Turkiston xalqini hozirgacha bostirib keldi, hozirgacha qo'llayapti. Xo'sh, mishada bir gapni qistusam, shu vaqtda rahbarlardan yerimidagidek taslimchilik bilan Xitoyninki huquqlariga aldanib, o'zining bu Sharq Turkiston mustaqillik fikridan kechib, shu vaqtida bu o'liklik hukumatga a'zo bo'lgan yoki shuning qarmog'ida idora organlarida ishlab huquqini surib o'tgan masalan, ammo xalqninki shu vaqtda qurolliq partizanlik urushi, qurolliq harakat qilish ehtimoli nihoyat jiq edi shu vaqtida. Bunda harakatlarning ko'lami qanchalik bo'ldi shu Xitoyga qarshi qurolliq harakatlarning, partizanlik urushining? Endi bu masala ba'zi narsalar toza aniq emas. Chunki Xitoy hukumati davomli holda mamlakat ishidami shu davrlardami ko'p masalalarni sir saqlaydi. Yoki bo'lmasa xalqni yo'shirdi. Mening bilishimcha shu davrlarda Qumulda bir Seyit Botir deganniki vaqodir etdi. Bu Seyit Botir shu davrlarda rasman partizanlik harakatlarini qilib, shu Bag'dash tog'larining tuvan tarafda, Qarqatchin degan yerlarda, yana Soy Egiz degan yerlarda rasman qurolliq kurash qilgan. Bunu bostirildi. Ondan boshqa Üstürpan Rahmanov deydigan kapitan chiqqan ayollarga. Shu kapitan Rahmanovning bir qurolliq ishlar eng oxiri umum bostirildi. Endi otellarda, yelkenlarda, boshqaning taysovatlarda, boshqa yerlarda bo'lgan harakatlar natija. Endi bu narsalarni men vaqt soati bilan, tarixi bilan deb ketamayman. Xo'sh. Lekin bu harakatlar davomlashib turdi. Lekin bir narsa endi bunda aytgan chog'da Sharqiy Turkiston xalqininki avtonom rayoni qurilayotgan davrlarda qo'lpiti bog'langan vaqtlar. Masalan, 64-yilgacha Ulanbayda bir polk turdi. Sharq Turkiston Milliy Armiyasining 64-yildan keyin bu qo'shinni yo'qoldi. Bu qo'shinni o'zgartirdi. Bunda aytgan chog'da Sharqiy Turkiston xalqining shu davrlardan tortib, masalan 48-49-yillarda Ahmetcan Qasimini o'lkalik hukumatga suluvag'an vaqtlarda Birinchidagi Uyg'urlarning qo'lida pichoq bo'ladigan, palto bo'ladigan, o'l miltiqlari bo'ladigan, tapanchalar bo'ladigan. O narsalarni qanday qildi? Xitoy hukumati bilan Sharqiy Turkiston xalqining qo'lidagi qurollarni asoslantirib oldi. Endi o'ylab bakinglar, ichki jihatdan tashqi jihatdan hech qanday bir yordam yo'q. Bu bizningki vatanimizning jo'g'rofiya ahvoli ko'proqning ishidir. Sovet Ittifoqi masalan 5000 kilometrlik chegarada turdi, ammo ularning bizga yarmi tegmaydi. Mushunday bir ahvolda bu tarafda Mongoliya va yana O'zbekiston gapini anglaganga mushunday bir ahvol ostida Sharqiy Turkiston xalqi o'zining bir oltin davrlarini o'tkazib qo'ydi. Qo'lidan ketib qoldi. Shuning uchun men harakat qismi ba'zi ishlarni qilolmadi.
bu devirlerde mesela Lanzhou'dan özü Kumul'a poyizlar geldi. Xitaylar degan yamrashqa başladı. Hem niyede Xitay var. 54. yıldan tartib atalmış Bimken payda oldu. Bimken'de şu devirlerde Gomindang koşullarının hemmisini Bimken'e yığıp aldı. Olarga hatta ki Şanghay'dan buzuk ayarlarını, Xitay ayarlarını çıkıp olarga kutunup verdi. Şunday qilib ular bir tarafdan qurol tutsa, bir tarafdan dehqonchilik qilib, nada vatanimizning suvlari alvak, tuproqlari mumbat, yaxshi sharoit yerlarni hammasini egallab qildi. Ben aytganda Bintanda şu davrlarda 2 milyondan oshib Xitoylar bo'ldi. Qurol tutgan Xitoylar. Bularning hammasining o'rinlishi qilolib stratejik asosda o'rinlashgan bo'lib, har bir diviziya Uyg'urlarga joylashgan 80 nahiya atroflarga Xitoy diviziyalari o'rinlashdi. Bu yerlarda ko'tarilgan kichikgina harakatlar bo'lsa, derhal bastırıp taşıdı. Bunda müşnaq bir ahvallardı bu. Ahvallar sözler kesek, adamın yüreği kanaydıgan, gözümüzden yaş akıp, yüreğimizden kan kaçıraydıgan bir ahval peyda bulurdu. Kolumuzdan yaxşı fırsatlarını... Menimki bu sualını soruşumda, Hacımka, menimki bu şu vaxtdaki Xitayga qarşı qurolliq partizanlik hareketlerini xalq qila olaydigu deb so'rashimda hozirmi ba'zan siyosiy kishilar, ya'ni bu millatninki kelgusini o'ylanayotgan kishilar davodidagi Sharq Turkiston xalqininki buningdan keyingi birdan bir chiqish yo'li Xitoyga qarshi qurolliq partizanlik urush ilib berish kerak degan tashabbusni o'tirib qo'yayotganligi uchun men shu vaqtdagi vaziyat bilan selishtirib bugungi zamonda Sharq Turkiston xalqi Xitoyga qarshi partizanlik urush qila olamdi degan masalani bog'lash uchun bu savolni so'radim. Sizningcha shunday imkoniyat bormi bugun Sharq Turkiston xalqininki partizanlik urush qilishiga Xitoyga qarshi? İnşallah mening ko'z qarashimda boshdan oxir bir narsani men ta'kidlab kelmanku. Xo'sh. Xitoylar zodi qandoq millat deb Turkiyadagi qarindoshimiz Erkin Akrem yaxshi misollar bilan Xitoy millatining qandoqligini yaxshi so'zlar bilan ifodaladi qaysi kuni. Yana bir Xitoy debdi, agar men qaysi tug'ildigan ish bo'lsa, Xitoy bo'lib tug'ilmayman debdi. Xo'sh. Endi bu inkoslarning chiqishimi Xitoy millatining sharmandaligini, pastligini, uning fikr hissiyotlarining insonga loyiq emasligini biz hozir so'zlab kelyapmiz. Xitoy hukumati dunyo insoniyatining dushmani. Dunyodagi tabiatniki muqimlikning dushmani. Bütün dünya milletlerinin dushmani deb kelyapmiz. Endi shunday bo'lganligi uchun bizning hozirgi vaqtdagi birdan-bir nishonimiz Xitoydan bir yaxshilik rag'im tilaydigan Uyg'ur bo'lsa, u sarang bo'lib qolibdi desak bo'ladi. Chunki hozirgi o'sha ahvollardan biz shuni ko'ryapmiz, Xitoydan yaxshilik kelmaydi, burunmi kelmagan, bundan keyin kelmaydi. Shuning uchun o'tganda bu İsrailiyaning Hayfa shahriniki universitetidan Ishaq Shixov degan bir odam keldi. Men shu chog'da 2007-yili Sidneyda bo'lgan. Bu odam bilan bir hafta o'zi birga bo'ldik, asra bo'ldik. Shu vaqtda bu bir narsani so'zlashib, bir narsani degan esimda. Nima desa, "Ey Ahmed, sizlarning odamlar ojiz bir millat. Xitoy esa hozir dunyoga yangi bir kuch bo'lib kelyapti-da. Xitoylarning maqsadi bek yomon. Dunyo hozir buni sezmaydi.
Xitoyning maqsadi dunyoga hujum bo'lish. Shuning uchun bular ertaga sizlarning dushmaninglar emas, butun dunyoning dushmani bo'lib qoladi. Sizlarga men bunchili bo'ladi deyman. Oldinlarda yana bir fursat keladi. Shu fursatlarni obdan tutolsanlar, sizlar o'z millatinglarni ozodlikka chiqara olasizlar degan gapni aytdim. Endi hozirgi dunyoning yo'nalishini ko'ryapmiz. Dünya hozir nihoyatda turaqsiz bir ahvolga ketib bordi. Xitoy hukmronlari hozir bunday aytgan chog'da hozirgi ko'prik taraqqiy qilgan iqtisodidan ichiga patmay dunyoga hujum qilinadi. Bir yo'l, bir balvoq degan shuarni o'ttirib qo'yib, milliardlab dollarni 60 necha mamlakatga chechivyapti. Ammo lekin Xitoyninki umidining aksiga hamma yerlarda Xitoyga bo'lgan bir norozilik, qarshiliklar paydo bo'ldi. Mana 11-chilar Qirg'izistonninki Jalolobod shahrining yenidagi bir oltin konda qirg'izlar qo'zg'alib, zavodni kun qilib o't qo'yib, qonni vayron qilyapti. Xo'sh. Nima degan chog'da xalq tushunyapti Xitoyning qandaqligini. Hozir Nursulton Nazarboyevning o'zi 1 million gektar yerni Xitoyga beraman deb kenda va'da qildi. Endi bu va'dasida ozgina turyotamdi, uni bilmayman. Hozir 300 ming Xitoy Qozog'istonning grajdanlarini 30 mingdan o'shib Qozoq qizlari Xitoyga tegib bo'ldi. 30 ming tegib Xitoy ashlari Beijingda qo'yatdi. Shu ahvollarning hammasi nima desa, Xitoyninki kengaymichilik siyosatidan qaysi usul bilan qanday ketayotganligini ko'rsatgan omillar. Endi bugungi vaqtda uning bir ijobiy tarafi ko'ringandek bilan ertaga ko'rinib turdi ekan, inshaalloh Xitoy jallodlari, Xitoy terrorist hukumati dunyoning qarshiligiga uchrayotdi. İnşallah bunun oxiri Sharqiy Turkiston to'layotgan bu qonliq bedellar inshaalloh oxiri bir ijobiy o'limdan maydon keldi. Hiç bo'lmasa biz shu kurashlarda o'zimizning qurolliq qo'shinlarimizda tayyorlaymiz. Hem şunun bilan memleketin işini bir işlerini kılalaymış. İnşallah. Ben bunun takipte kitaplarımda yazdım. Hoş. Mesela Amerika'nın karakterlik lideri Martin Luther King özünün böyle âli cenab nihayet ulug' bir sözde şunda deydi. Demokrat memleketlerde insan haklarını demokratiyani tish yo'lidan qo'lga keltirish mumkin. Masalan, Gandhi, Mahatma Gandhini misol qilaman. Gandhi Hindistonda qilib, Hindistonni mustaqil qilishga erishadi. Ammo u albatta demokratik mamlakat, bir Angriyaning demokratik tuzumi aslidagi bir o'rin. Shuning uchun shuni qildi. Ama Martin Luther King'in yeni sözünü akıllaştırıp bunu diktatör mustabid memleketlerde amelki aşmış mümkün emeğiz. Diyen sözünü bilen bunu kolasılıdır. Bu diyen söz ne diyen çağda? Bir millet hazırkı devirde bu bir diktatör mustabid hükümetinin kolaştırdığı vaxtıda onun bir tinchlikni so'rash, onun bir mustaqillikni so'rash, yana boshqa qilish, demokratiyani, erkinlikni so'rash bu ahmoqona ish. Endi bizning hozirgi ahvolimizda amal yo'q. Ba'zi tashkilotlarimiz demokratiya masalasini ta'kidlayotdi, yana boshqalarni ta'kidlayotdi, ammo amal yo'q.
Ama lekin Şarkı Türkistan'ın azatlığı, müstakilliği, ben bunun da Pakistan'mayla kandak şeraiti bulmuşsun, Kur'ansız hal bulmaydı. Şunun için hazırdan tartip biz Şarkı Türkistan halkı iki kolluk buluşumuz lazım. Bir kolumuzda demokrasiya, erkinlik olsun, on kolumuzda bizden kuralımız olsun. Bu bulmayı mümkün emas. Mesela Dalai Lama'nınki Tibet'ten kozgalar kılıp 59. yılı çıkıp ketkendiğin tartip hazırki küreşlerininki ahvalı da. Dalai Lama vekilleri 10 katım Xitay hükümetine gitmişti. Ama lekin Dalai Lama özünün otur yol, teniş yoluyla bu işlerin emelge aşmaydıqlarını sezip yetti. Hem de Dalai Lama'nınki sürgündeki hükümeti taşıdan Tibet yaşlı kurultayı var. Ben Canberra'da 97. yılı 23. Mart'ını Hoca katliamından keyin 300 kişilik namoyish uyushtirib qolgan vaqtimizda shu vaqtida Dalai Lama Yoshlar qurultayiniki boshlig'idan bir so'zlab uchrab qolgan. Shu Dalai Lama to'g'riliq so'zlab, bu odam bizning Xudoyimiz, u to'g'ri, ammo buning tutayotgan siyosatlari to'g'ri emas. Sizlarning bayroqni ko'tarib mustaqillikni da'vat qilinglar. To'g'ri degandek so'zlarni qilindi. Endi inshaalloh davrda biz hozir ko'rgandekli bo'lib turmaydi. İnsanlarniki fikrlaridan sert, arzu, armonlardan sert, hech qachon bitmagan ishlar bo'lib qoladi. Men kichik vaqtimda 49. yildan burungi ahvollarni şu devrdeki vatanimizdeki Uygurlarının, Şarkı Türkistanlıklarının ahvalını oylasam, hiç kaçan Uygur halkını, Şarkı Türkistan halkını bugünkü ahvalga düşüp kalıdı dese, ben katli içermektim. Hem bugün kanda ortada, biz özümüzden tuğulgan vatanlarından ayrıldık. Şartlarga tarixte keçildik. Mustaqilchilik gurbetde, Çırılavatınız, Akşavatınız, endi bunda aytganda bu kunlar shuna davom etishanda bizning fikrimizdan sert, o'ylaganlarimizdan sert, inshaalloh shundoq bir kunlar keladiki, biz qo'limizga Qur'on ilib, vatanimizdan ozodligi, mustaqilligi ko'rishadigan shundoq bir kunlar keladi. Ve bunun oxirida biz o'zimizning ana tuprog'imizda, ulug' tuprog'imizda erkin azod yashaydigan kunlar keladi. Bizlar qachon men o'zim cho'ng qoldi, ammo bizningki bolalarimiz, nevrelerimiz O'tkir Efendi'nin iz she'rida yozgandek Allah bilsa iz qolishib shu kunlar yetadi deb qo'ydi. Allah razı olsun, rahmet. Sizning bu so'zlardan men bir narsani chiqardim kallamda. Unda bo'lganda Yevropa, Amerika, Avustraliya, yani demokratik devletlerde bir demokratiya orqali Sharq Turkistonninki mustaqillik harakatidagi da'vo ilib berilishi bilan birga ma'lum bir o'ngchil desakmi bo'ladi yoki yoshlardan tashkillangan Xitoylarga qarshi qattiq qo'l yoki mundaq qilib aytganda qurolli harakat qiladigan bir tashkilotlarninki o'xshash shaklda ittifoq holatda bu ikki xil usulni qo'llanib turib Xitoyga qarshi mücadele qilish kerak degan so'z chiqadi. Ya'ni bu shaklda maqsad bo'lamdi chet eldagi tashkilotlar. Mening qo'shimcha hozirgi vaqtdagi Uyg'urlarning joylashgan mamlakatlarniki sharoiti ahvollari o'xshamaydi. Mesela algın olsak 92. yıldaki Türkiye'nin ahvalıyla hazır ahval o'xshamaydi.
Başka memleketteki ahvallarına yarışında. Endi bir demokratik memlekette bizden bir kurallık hareket kılışımız bu mümkün emas bunun içinde turur. Hoş. Endi inşallah aldığımızdaki yıllarda, günlerde inşallah İnşallah. dünya vaziyeti çok özgürdü. Şu özgürlükler cereyanda biz kütmeyden yerlerden inşallah şundak bir orunla, şarayitla tokulduyken bizge bir meydanla işimiz var. Hatta bunun için hazırın saati demokratiya hakkındaki kurslarını devamlaştırış bilen birge muaf yusunda şu memleketlerge bir başka bir tesiri verip ketmeydiğen yusunda Çilimizge müstakillik degen nime? Müstakil boğancaklı nim buldu. Kandak menfaatlerge erişidi şu millet. Müstakillik bulmuş kandak oludu. Hiç bulmasa şu adli savatlarını ballarımızla bildirişimiz lazım. İkinciden biz sözleyimiz yaşlarımız özümüzdeki vatanımızdan tarihidir. Bo'lgan ahvollardan xabarsiz. Ko'plar xabarsiz. Endi bu shunday bir ahvol ostida hozir tashkilotlarimizda ba'zi tashkilotlarimizda masalan asosan namoyish siyosiy masalalar so'zlandi. Ba'zi tashkilotlarimizda diniy aqidalar ko'proq so'zlandi. Bular so'zdan so'ng so'zlanmaydigan yo'q. Uyg'ur xalqi Münşel'den uşuk devri içinde Müslümançılık akidesini sorulup Müslümançılık filan yaşayıp gelgen millet. Bizni saklayatkanlar ben kitaplarımızı yazdım. İki kalkınımız vardı. Bir kalkınımız bizim dinimiz, ikinci kalkınımız bizim dilimiz hem de kültürümüz. Şu mesele hakkında her kaysi teşkilatlar özünün hazırki ahvalini bir oylamış gerek. Benim göz karşım. Oylanıp vatan millet davasını şu yaşavatkan milletninki siyasi kanun konstitusiyelleri asasında hep verip yeni bir taraftan tarihimizde müstakillığımızdan kandak gelişine bunundaki dünyadaki tecrübe savaklarını muşularını çokum Uygurlar'a Şarkı Türkistanlıklar'a bunu ölçüş gerek deb o'ylayman. Allah razı olsun. Rahmet. Nayeti yaxshi bir jip uchilarni beryaptilar. Vaqtimizmi bir yerga bordi. Bundan keyin sizdan qisqa savol so'rayman va qisqa javob olishga erishman. Javob bersizlar xursand bo'laman. Yani 1937 yıldan 1955'e kadar bir tarih asasen sözlendi. Eğer kelgüsü vakitlerimizde, küllerimizde bunun ahirini davamlaştırırız desler, boludu deb men bir 2-3 sualım var. Şunu sorup etkendiğin kim? Bugünkü programımız bir yerde ayaklaşıdı. Sınırım köp çarşıtı ettik. Eğer yak devam kıysak boludu desler, bu 1955'ten tatip yani biraz aldık ilgileyimiz. Ama hazır biraz çarçılı deb o'ylayman. Bunda ultunmakni yaman tesken men bu dollarım qaytib ketgil todislama albatta 83 yaşlık bu hayat bu yaşları bilan albatta jiq çarçılı hazır. Şuna 1955 kelib to'xtasak bugungi programmamizda meni yana bir qancha savolim bor. Shuni so'rab aytgandan keyin programmani oyoqlashtirsak bo'lamdi. Bo'ladi. Unda qo'ysa men qisqa so'ray, sizlardan qisqa javob olsam, sizlarninki yozgan kitoblardan bir tanishib chiqaylik. Ya'ni sizlarninki qaysi kitoblari bor va buning ismlarini deb bersizlar, qarindoshlarimiz o'qisin, foydalanaylik. İnşallah kelgusi zamonlarda taximi kitoblar ustida to'xtalamiz. Yodlarda bor temalarni bizga deb bersizlar, biz shundan foydalanaylik. İnşallah ben deprek. Şimdi ben atılmış Şincan İnstitüsü'de
Til Edebiyat Fakültesini tükettim. Şununla birlikte şu Til Edebiyat Fakültesinde okutçuluk kıldım. Aspirant oldum. Onun için Taşkent'e çıkıp gittim. Taşkent'te ben Orta Asya Devletlik Üniversitesi'nin Til Edebiyat Fakültesi jurnalistika bölümünü, toluk bölümünü tükettim. Bunda etken çağda ben iki komünist devleti de edebiyat hem özü jurnalistik ile şug'ullanıp geldim. Şunun bilan birga memleketga qaytgandan keyin men Yazgıçlar Cemiyeti'de tarih jurnalida ishladim. Bu jarayonda tarih jurnalidagi she'r bölümünde Dolqun hürmetlik dostumuz merhum Dolqun Yasin bilen şiirlerini bir taraf kıldığa ben künüge 200-300 parça, 400 parça şiirler kiletti. Şuların içinden inşallah yakşilerini elip terdiler. Jurnalda koyalaydılar. Şunun için hem de bunda etken çağda ben 61. yılı Yazgıçlar Cemiyeti'ne hizmet edip 63. yılı Mayır'daki şu tarih jurnalda işledim. Ama 63. yılı Mayır'daki gen çağda benim yazılış okup katlaşıldı. Hoş. Şunu öyle şu çağlarda Turgun Almaz var, Abdülhamid Rozi deydiğin dostumuz var. Koverler, chetga qayıdıp koyulgan adamlar bilan birga bazı materiallarni tercüme qilib, ularni retlash shunday ishlar bilan bo'ldim. Hamda shunlashqa men endi bunday aytgan chog'da kasbiy tarafdan aytgan chog'da bir jurnalistman. Men endi jurnalist qilgan chog'da jurnalistlikning ko'proq publisistika, siyosiy maqolalar, obkor aşında o ki, aşında netlerini yazdım. Ben hem de memleket işini çarptılar benim şiirlerim, ben derslerim çıkan. Hatta ki medeniyet inkılabıda ben Sovyet'ten kayıtlandığım ki bir kısım Sovyet İttifakı hakkındaki şiirlerimi elan kılan tarihim yolunda. Keyinki vaqtida shu kungi unsur, ishqi yurak degandek so'zlar bilan bu she'rlarim madaniyat inqilobida Şinjan'da shuniki edebiyot fakultetlarida keytan tanqid qilindi. Endi men bu chet elga chiqishimda o'zimning bir ko'z qarashlarim bor. Ben bir iş kaçan otak igiz ailege çıksam yaşarak yaşamam mı diyen ümitüyle çıkınım yok. Allah bir kişiye bir ahlakını gerek olmasa bir mücezni Allah verirdi. Onun kalbine şu vatan işkı, millet işkını Allah verirdi. Özüden şundan hep kalmaydı şu. Şunun için ne de desem benim şu milli davaya katlaştığımda 60 yıl oldu top doğru. 58. yılı ben Taşkent'te okutlar vaktinde yerlik milletçide güreş eline Taşkent'te kapak geldi. Yani benim bir arzuyum çekerki çıkandayken kandarımızın vatan milletin için bir işlerini kısam degan arzulardan chiqqan Allah bu arzularımda yetkizdi. Bunu Avustralya'daki bir demokratik memleketke beni elketti. Bu yerde kelgende özüm ağırlıkçam oldum. 84. yıldan tatip 30. yıl oldu. Bende diyabet kesili var, şeker kesili var. Yani başka keserlikler var. Şunu öyle şu ahvallarda ben bu yerde yazış işlerini kolga aldım. Benim hazır resmen neşr kılıngan
4 parça şiirler kitabım var. Hoş. Ondan başka 3 parça makale toplumum var. Bunlar yukarıda 7 parça kitabım var. Hem de ben toğrunda bir yılgan kitaplarım var. Bu Türkiye'de Emine Şenlik oğul edeydiğim bir ayal yazmışı var. Kalemimle götürüp Çin İskendisi degan kitap yazgan. Bu ayal bir vaqtida Adlat kelgan. Aslında sohbet qilgan ba'zi yerlarga biraz badiiy to'qilmalarni chaqirib kirgizib chiqdi. Kitap ismi men haqida shu narsa chiqdi endi. Mening kitoblarimdan masalan she'riy kitoblarimdan chiqqanlari birinchi bo'lib İstanbul'da teşhir kılınırdı. Dandım yanırgan otluk nakşılar. Hoş. Kitap Barat Hacim'inki resmi düşürülgen kitap kılıp teşhir kılıngan. Onun için benim ikinci şiirler toplumum Hicran namı bilen Kazakistan'daki Naşmir neşriyatıda bu bisilgan. Ondan başka üçüncü şiirler kitabım bu Hicran derdi'de 2004 yılı Tekli Mekan Uygur neşriyatıda bisilgan. Şunda hem şunun bilen birge 2009 yılında Türkçe Hicran Derdi degan kitabın Türkiye'de neşr kılındı. Bu kitapni Ahmet Khan Köktürk'ninki ayalı tercüme çıkan oldu. Şunda kılıp benim Türk parça şiiri kitabım var. Yani onun başka benim kendi makalla toplamlarım. Bunun da Şarkı Türkistan Vatanım benim deyden kitabım çıkar. Onundaki bu 2009 ile Şarkı Türkistan Milli Musafirlik diye kitabım yoruk göde. Bundan ekranlarda hem de kulumdan işte defa kitapla 7 parça kitabım var. Özellikle hayatımın bir hatırlar izolatı ben bırak yama yerine uzun oldu bu hatırının başlığını. Sağlamaklıgım tüpeyli onun üstüge biraz özen yalnız kaldım. Şunda tüpeyli bu işlemleri vakıtka çıkırıp getirmedi. Anda mısın ben inşallah ben bu işlerimde vücut çıkırmen değmem. Allah şunun verdi yar olsa, bana bir ömür verse, inşallah bu işarı kırmaz. Eğer doğru kesemez, neşede özen bir yakşı gördüğün şiirim var. Boludu. Evet, ben şu talep kılaydı hep tuğantım. Üzülerek, bu şu ikramda körü vakkan kitap Allah hem de rencip kalmasın bu arada naik uzun şiirini okuvaldı eder. Yak, sizge vakit bağ inşallah. Sizle çarşaf kalmasın desem, yani yarım saat uzak tutak ama hoş. Ben okutup müşahidini okutup işte olayım gel topuklar. Boludu. Bıraksan bulandır. Elbette boludu. Kanca uzun olsun öyle okuyacağız. Vatan hakkında kaside. Kettim ana, kettim uzakta. Yüreğimde cıktıgan kaldı. Tirik durup köydüm duzakta. Eytalımdan köp armağan kaldı. Bu ketkedim sendin rencişmi? Ya senindim bizar bulup kettim. Şu suallar üstü düşündüm. Yüreğimni minfare ettim. Şuna beni küçük cananım. Can ciğerim Uyguristan'ım. Şarkı Türkistan vatanım benim.
Men getdim yirak ellerge, ecnebilik şöhretinizden. Ya bay bulmak vesvese bilen, teniş sahil yapmakan izler. Güzellikte körünmedi hiç, çar bağları yat sahillarının, kandaklarca terk etveter, dert külsün miskin dillarının. Sen ezeldin benim humarım, gül diyarım, Uyguristan'ı, Şarkı Türkistan benim. Senin için seni terk ettim. Rastın kettim kallık yaş tükü. Hizmetimde bulay defeter. Şu meksetni dilim gıtkü. Oğlum bulup tuğulup ahir. Bulalmışam derdingi dava. Ken bağrımda etkin bilmişem. Ne mi gerek? Bu rezil dünya. Seni görmek bol digumanım. El-Müdabet Uyguristan'ım. Şarkı Türkistan vatanım benim. Ne kısmettir tüken zamanı. Eytalmedim baht küyüne. İşkelmedim yürek kan gıdek. Baş eğimden zümrət suyine. Tüpürtünle nüfus ağrını. Patlalmedim öz oğlunga has. Seni görüp otnun içinde çektirip köygelligim raz. Pelek harı kaçaktım namim, keçirmine Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan vatanım benim. Bodularda yıkıldım bozlar, Yiraklarda ahlarım kaldı, kanda kılay, vatan kullukta, yürek, bağrım, hesreti yandı. Nerede varsam, dert elen yoldaş, vatansızlığın cini yok iken, bahtsızlık her dem sayıdaş, yoruk dünya bağrım gıtken. Nedir Allah meskunahim, ağa buldum Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan vatanım benim. Emir iken, vatan hasreti, zeptügümüz judalık düştü, kalbim yığılar oynasam eline, tağ çölleri gözümden uçtu. Emir iken hicran digen söz, basar dilini tağla veznide, bana okşaş detmem bağımıdı, sersem boğan vatan derdide. Sen kuvancım, kaygım azabım, dil yaram sen Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan vatanımın. Her ömrü üstü yırakta, kitelmedim ilim var durup, namet düşman beni hesleydu, kadimimde men kılta kurup. Şun düşmanın teyli yavuzdu, insan emez, Türk'ü neslidim, u kan işler, huzuri zulmet, adaletini bilmez esledim. Ah derdimge varmış ahim, hasta canım Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan vatanım benim. Lanet sana becikmılık zalim, zulmet tümlen düştü panahi, seni boğar tükülgen kan yaş, şu elimden kallak kısası. Kiler bir gün bir hakikat var, kısas uti üç kalmagan, Uygur emez untuma evlat, başkunçeden öş alalmagan.
Duayım dileymen daim sana mertlik Uyguristan'ın Şerqi Türkistan vatanım benim. Bulap aldı bar bisatımını. Nemen kaldı emdi Uygurum. Seni erken kendi asmanın. Kafes işte kaldın şunkurum. Kafesini çak bu temri hakkı. Sen mi tapkın hürlük adalet. Tar kafes bendi boğandın. Erkirlikte ürgen rahat. Har bulmuşsun namus hem alim. Sen tahrimsin Uyguristan'ım. Şerqi Türkistan vatanım benim. Gülen haylik şu Yavuz kalan. Soğluğunla vermez erkinle. Bir Allah'a özengi işen. Küreş bilen küter kaddimle. Müstakillik, hürlük en güçten. Küreş bilen kol bükülüdü. Uzuk vermez, yat yol göster. İs açığın turhun bilüdü. Küreş bilen kelmegen bektin. Bulmaz senin Uyguristan'ın. Şerqi Türkistan vatanının. Zaman zordun. Felek saktıkar, düşman kabih, dostlar naehli, yutmak izler seni ejdahar, ezeldir şu düşmanın kasti. Bakma yalgan, sözleri yalgan, mincu, rinçuen, temlik dikgini, ecdad edin biraz upagan, hut eteydin, kurup ençki. Bes yitidu aldangallarım, tergek bulgum Uyguristan'ım, Şerqi Türkistan vatanım benim. Ya ki ölüm, ya müstakillik. Erkinliktin bahası kımmet, tileş, zarbaş bilen ketmeydu, el dişiden bu zulmi külfet. Köz umumda vatan cengahı. Men darar men hasrabını taşlap, yalnız demez benim ve ilir, yigit doğan mevremle başlap. Ör erkirlik mendir kararım. Zerbedeş bol Uyguristan'ın, Şerqi Türkistan vatanım. Şehrin yavga atkan ok, Satkullah'a sancılgan kencer, şehirlerin dostu yar bulup, Kurak çeşti misali ember, her sözümde ehni söyledim. Bu zulmetlik karı yıllarda, şu enesmu ahir günüm, ümit utum yaktım dillaga, helem benim kuralım. Uyguristan ahdi payda ve peymanım. Şerqi Türkistan vatanım benim. Men bilimen menzilim uzak. İzit kula çıkar her yandım. Hürlük digen kim tımarımma. Saklar beni cino şeytandım. Yönençkim. Milletim halkım, temlitigim, bana pasıpan, küreş kılan millet ölmeydi, öz erkini tapar her kaçan, vatan, millet, dinin, imanım, bu şuarım Uyguristan'ım, Şerqi Türkistan vatanım benim. Öz ilimi kolumga almay, yoktur erken baktı ikbalım. Han Tanrı'nın altın tahtında oldurmasın Gazi Sultanım. Vatan, hürlük insanın baktı. İnsan barba kalgan bir vatan. Vatan baktın, vatan barkın.
iki dünya cenneti için. Şunu bulsun fida min canım, tenim, canım Uyguristan'ım, The Bluetooth device is ready to pair. Şumanandım evzat yoludim, baskunçuğa gör kazmak bulup, çağrısını yiyip dünyaya, ehdarına asmakçı bulup, yoludim, her gün kaçmadım, müstakbet oldu nişanım, bayrağım ne yaptı beğenmedim, vatan, millet, bolgaş imanım, başta alınan şu taharetim, bozulmadı Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan, vatanım, dinim. Ruhim kuşta kök pervazım, gel bulsam mı bugün 70'te, amanetke kalgan hayatım, o dünyaya bir gün ketmişte, tuğulmak da ölmek mutlak. Teşvişim yok, ölüm vahmedin, ecri bilen kütümün daim, atar kanlı ümmet keymdin. Haçan kiler izlek baharım, halkım için Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan verenim benim. Men ölmeymen sen hürlüklüsen, mertler için oran avazım, senin utluk cengahlarında ruhim yaşnar uluk evladım. Ganimettir bu günler bana, nefsimce hem nefes buldum, dert hasretim, men üçün kımmet, işkın bilen oldum. Ben söyledim diyarım, söygesini Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan, vatanım benim. Sen cıvılsan ben mi cıvılıdım, şatlıkınga ben buldum teşna, armağan yoktu rast gününle, körüp ölsem, vatan, can, ana, gün fikrimde, tüller fikrimde, sen kalbimden kârisidir sen, Kuyaş gibi parlaysan bir gün, geleceknin vadisidir sen. İnşallah kiler devranım, aman bulgan Uyguristan'ım, Şarkı Türkistan, vatanım benim. 2007 yılı 4. April. Tüketişir. Allah razı olsun. Rahmet sizge. Allah rahmet kılsın. Tegimi köp eserleri bilen Allah halısı aldığımızdaki zamanlıda eğer kayıtılısla konuşup çıkaydı dep oylayman. Bizden qarindoshlarimiz inkas yezyapti. Sizlarga köp dua qilyapti, rahmatini bildiryapti ekranda. Sizlarga uzun ömür tilayapti. Allah razı olsun, Allah ömürlerini uzun kılsın deyapti. İnşallah ikkala dunyoda aziz qilaversin deb xatlarni yezyapti. Mena yana bir qancha nurg'un savollarim bor, shunday bo'lsin vaqt bir yak berib qoldi. Sizlarni tag'in uzun charchitib qo'ymayli. Bizning qarindoshlarimiz yozibdi 1950dan 55, 1960, 1966, 76 bu medeniyet inqiloblari. Mana shu vaqtlar bizning xalqimiz cho'qim bilishga tegishli tarixiy muhim voqealar o'rinlashgan bir zamonlar. Shuni Allah xolisa buni bilib olsak degan inkaslarni yozibdi menga. Buning uchun bugun mishada sizlarningki bir javoblarni olib baqsam, agar kelgusi zamonlarda bugun 1955 kishi paranglashgan bo'ldik. Aldığımızdaki kunlarda 1955'ten keyingi hayatlarını ve şu vaqtdan keyingi qilgan xizmatlari ve qilgan mücadelelerini sözleşishga fursat bo'lamdi bizga ekranda. İnşallah men qo'limdan kelganicha qilaman. Hamda inson uchun shunday bir narsani o'ylayman. Xo'sh. Hozirgi vaqtda Sharqiy Turkiston xalqi, Uyg'ur xalqi intayin qiyin bir sharoit yashayapti. Xo'sh.
Allah'ın bu endi bunda aytganda Allah'ın bir sınav meydanları. Her bir insan için özündeki vatan milletiga bo'lgan muhabbatini, ishqini, ko'rishini ko'rsatish uchun Allah shunday vaqtlarda bir fursat berdi. Xo'sh. Bu fursatni davomli beravermaydi. Ba'zi qarindoshlarimiz shunday fursatlarga sal qaraydi. İnson baribir o'ladi. İnson o'z millatiga, o'z xalqiga, qon yig'layotgan millatiga bir foydali ishlarni qilsa, Alloh oldida uning har bir qilgan emgeklari, ajrlari cho'ng mukofot bilan qul qilindi. Bugun men endi o'zim ba'zi bir chalib taqdim bag'dim u yerdan so'zlab qo'ydim. Ya, bek yaxshi suhbat bo'ldi. Qarindoshlarımdan ekran oldidagi qarindoshlarımdan afu so'rayman. Endi ba'zi narsalar masalan bunday aytganchalikka tartiblik ketdi. Ba'zi narsalarni men shunday qilib bu yerdan so'zlab qo'ydim. Kechiringlar endi aslida men sizlarga yaxshi bir nuqtasam bo'ladi. O'zimning ba'zi bir ahvollari bo'lganligi uchun mening shu arzimasdir. Aytgan so'zlarimni ekran oldida ko'rib, qimmatli vaqtlarni bergan dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarimga buyuk sevgi, muhabbatlar bilan Allah razı olsun. salomimni yo'llayman. Salomimni. Allah Aman razı olsun. bulaylar qarindoshlarımga ko'p hurmatlarimni bildiraman inshaalloh. Tecelli Efendi vaqtingizdaysa men yana sizdan xizmatingizda ba'zi narsalarga kuchim yetgan qadar javob beraman. Bo'ladi, Allah razı olsun. Men bek xursand bo'ldim. Hozirning o'zida ko'zlarimga yosh kelyotdi. O'zimni nihoyatda ta'sirda tutib o'tiryapman aslida. Bo'labmi bu she'rlarni anglagandan keyin nurg'un qarindoshlar inkos yozibdi. Qalbimiz haqiqatan vatan so'ygisi, vatanni sevgindiq. Biz bardoshlik berolmayapmiz deb inkoslarni yozibdi. Men nihoyat ta'sirda o'tdim. Allah razı olsun. Sizlar akalarimizning, sizlar ustozlarimizning, sizlar peshqadam inqilobchilarimizningki bo'lganligidan biz faxrlanamiz va bundan keyin bu inqilobning oxirida bu inqilobningki varislari bo'lib, bu inqilobningki izini besib, inshaalloh adoqchi kurash qilishga biz tirishimiz inshaalloh. Biz sizningki nevrlarning ishidagi, bolalarning ishidagi kishilar, shaxsan men inshaalloh oldimizda nurg'unlagan liderlar, siyosiyonlar, inqilobchilar o'tdi. Ular nurg'un jafolarni chekdi. Ular bog'van bo'lib nurg'un notlarni, daraxtlarni qo'ydi. Shu notlarningki birisi biz inshaalloh ko'klashga, meva berishga, albatta sizlarningki yana sizlarning sug'urishinglar bilan bo'ladi bu ish. Buning uchun har zaman bizga destek bo'lib, bizni sug'urib qilib bersanglar inshaalloh biz cho'qim ko'klaymiz, meva beramiz. İnşallah bizningki bu vatanimizni bosgan bu terrorist, kommunist Xitoylarga qarshi inshaalloh Allah bizga nusrat bersa g'alaba qilamiz deb o'ylaymiz inshaalloh. Bu g'alabani Alloh sizlarga ko'rsatdi Allah subhanahu va taolo. Xo'sh, ammo mening bir deydiganim mishada mush program munosabati bilan cho'nglarga deydigan bir fikrim bo'ladi. Bugungi yoshlar intayin dadil, bugungi yoshlar nihoyat yuraklik cho'ng'iladi, yuraklik yetishyapti. Shuning uchun tecrübelerine, savaklarını yakunlab, bu cho'nglarningki bu yoshlarga nisbatan ciddi qarashini, diqqat qilishini, yoshlarning so'zlariga muhim deb qarashini, yoshlarni bu sahnalarga chiqarishini, yoshlarni yetaklashini, yoshlarning beshini besib etmasligini, yoshlarni sen tutduğun bizli qilamiz demasdan, sen mi chiqqin, sen mi qiyg'in, sen mi bu tamg'a ussib adam bo'lib,
bu mücadeleni, bu inqilobni qilgin deb yoshlarga o'rin berishini umid qilaman bütün cho'nglardan. İnşallah. Sizlar shularningki birsiki keyinlarda iz qo'yib qo'ygan, masalan Sharq Turkiston surgun hukumatiningki yaqin zamondagi xizmatlari yaxshi bo'layotdi. Bu to'g'risida oldimizdagi kunlarda so'rayman o'zlaridan, chunki qurg'uvchilardan birisi va ayni zamondagi Sharq Turkiston surgun hukumatining sobiq prezidenti sizlar. Ya'ni shu zamonda vatanimiz Sharq Turkiston ozod bo'lib qolgan bo'lsa, albatta saylamga qo'ygan bo'lsak, prezidentlik saylamiga kiralaydilar. Ammo bugungacha Sharq Turkiston mustaqil bo'lmadi. Allah xolos bo'lib qoladi. Bo'lgan zamonlarda yana shu prezidentlar, yana shu rahbarlar albatta xalqning saylami bilan saylamga kirib, xalqimizni boshqarishga taklif qilindi albatta. Shu Sharq Turkiston surgun hukumatiningki izbosarlar shaklida bir qancha shaxslarni qo'yib qo'yganlarini biz ko'ryapmiz. Va boshqa tashkilotlarningmi, mayli Dunyo Uyg'ur qurultayiningmi, mayli ma'rif tashkilotlarininingmi bu yoshlarni qizg'in bunga jiddiy qarab, bularga huquq berib, bularga egolab, bularni sahnaga chiqarib, bularni ish o'rni qo'yib yo'lishini umid qilaman. Men sizlar bir cho'ng rahbarimiz bo'lganlik uchun sizning munosabatlarda buni dunyodagi barliq rahbarlarga men bu yerda aytib olayin inshaalloh. Rahmat. Oxirida bir savol so'rasam sizdan, sizlar uchun biz nima ish qilib beralaymiz? Uyg'ur xalqi biz nima ish qilib beralaymiz? Bu savol boshqa tuyulyapti. Xo'sh. Sizlar degan mana shu tarafda cho'ng ish qilyapsizlar. Shu ishning o'zi cho'ng ish. Cho'ng ish, bu ishni davomlashtirib, boshqa tashkilotlar, boshqa qarindoshlarni hozir endi yoshlarga cho'ng imkonlar bor. Shu ijtimoiy media degan odatda hukumatning medialaridan cho'ng farqi bor. Ben shunday qarayman, jurnalist. Chunki bu mediada her bir shaxschi, her bir gruppa o'zining ko'ngildagini hech qanday cheklamaga uchramay so'zlayoladi. Xo'sh. Buni Avustraliyadagi mamlakatda buni so'zlash mumkin. Buni qila oladi, boshqa davlatlardan bu ishni qila oladi. Iloj bor. Men sizlarga o'xshash yoshlarimizdan boshqalardanmi sizlardan ulgu elib, shundoq to'rbatlarni jiqaloq qilib, bizning ovozimizni dunyoga yetkazishlarini, boshqalarning shunday qilishni umid qilaman. Bu bir. Ikkinchi, men burunyaga bir narsani o'ylab kelyapman. Bugun endi unutib qolmagan vaqtida bugungi bu ishlarga munosabatli emas. Bir narsani davomli o'ylayman. Hozir bir vaqtda bizning Adolatda maktabda 100dan oshiq bolalarimiz o'qiydi. Bu bolalar shu 4-5 yoshdan tortib qiz o'g'illar bir-birini taniydi. Ertaga bular cho'ng'an chaqda hech yoqqa ketmaydi. İnşallah bular bir-birini izlaydi. Bir-birlar o'ylik uchoqlik bo'ladi. Avlodimiz chechilib ketmaydi. Avlodimiz ko'paydi. Yaqinda bir qizimiz var bir şeyde, xil oldu ikagili. Dünyanın uya-buyana aylanıp yürüp, bir Uygur jigitiga tegiman deb, ahir şu Avustraliyadan tepib, bir şeyde o'rinlashib qoldi. Hozir ikki bolasi bor. Endi men bir narsani uzundan buyon o'ylayapman. Nima desa, bizning to'rbatlarimiz ichilyapti. Shu to'rbatlar qarmog'ida yoki maxsus to'rbat qilib qiz yigitlarni bizning vatanimizdan chetlayotgan yoki bo'lmasa o'ziga bir jo'r topolmay, jup topolmay yurayotgan qizlarimiz bor, yigitlarimiz bor. Yoki bo'lmasa qiqilib so'qilib boshlar ketayotganlar bor. Shu ish biz tutadigan ishlarning birisi. Men Tungu degan yerda Tungalar Tuvanda bir dadiy var. Ne yukarıda dadiyda Aksu dadiyinin yanında ki bir dadiyda turdum. Tungalarda bir adet varken şu cemaat işinin
kız yigitlar bo'lsa, shularni iloji bor bir-biriga yaqinlashtirib, to'yni qilib qo'ydi ekan. Tul xotin bo'ydoqlar bo'lsinmi, shunday qilib qo'ydi ekan. Nima desa, bu millat ko'paydi. Millatning ichida qalaynaqa ishlar bo'lmaydi. Shuning uchun dunyodagi har qaysi tashkilotlarga, jamoat guruhlariga, sizga o'xshash munavvar yoshlarimizga, shundoq mediani boshqarayotgan qarindoshlarimiz, shu chet ellarda yashab, g'urbatchilikda, yetimlikda o'tayotgan qarindoshlarimizning oila ishlarining bir yaxshi bo'lishiga bir to'r batlarni assa. Shuningda qiz yigitlarimiz bir-biri bilan tanishsa, oxiri bir yer ketmay, boshqalarga berilib ketmay shu ishlarni qilsa, bugun bizning millatimiz uchun cho'ng ish bo'ladi deb o'ylayman. Men buni o'ylab kelgan ishida bu bugungi temaga asossiz. Shunday bo'lsa-mu, esimda borib daramsam, men cho'ngqa deb qoldim. Rahmat. Sizlarning mo'shunchilik bizga aslında bu to'g'ri bir fikr biz burun qilishimiz kerakdi buni, ammo hozirgacha buni ro'yobga chiqarolmadik. Ammo Alloh xolisa buni qarindoshlik studiyasi bu xalqningki studiyasi, ma'lum tashkilot, ma'lum partiya, ma'lum shaxsga yoki ma'lum davlatga mansub emas. Hozircha bu shu xalqning ahvolini mutolaa qiladigan, xalq uchun ko'ngil bo'ladigan bir studiya bo'lganligi uchun sizning bu fikrlarni alohida bir yo'l yo'riq hisobida ko'rib, biz inshaalloh bu qiz o'g'illarninki to'y qilish masalasida qarindoshlik studiyasi bundan keyin kuch chiqardi inshaalloh. Cho'qim bu jihatda men va'da beramanki, dunyodagi qiz o'g'il qarindoshlarimizning o'zaro tanishishi, to'y qilishi masalasida biz cho'qim kuch chiqaramiz inshaalloh. Bo'ladi, sizga ko'p rahmat, vaqtni ko'p oldik. Yana bir qatimliq programmada inshaalloh 1955 dan keyingi hayotni, tajribani, xizmatni so'zlab berishlarini men o'tinib so'rayman. İnşallah. Uningdan keyin bir qancha qarindoshimiz telefon qilib biz avval so'rasak deb xat yozibdikan. Alloh xolisa keyingi qatimda so'rasin deb keyinga qo'ydim, chunki telefonimning toki tuyuqsiz tugab ketib qoldi. Tok chitib qo'ydim, ta hozirgacha ichilmadi. Shunga qarindoshimizga men Skype'dan o'singizim bo'ladi dedim, ammo qarindoshimiz herhalde Skype'dan uranmadi bo'lg'ay. Men bir urib aqayqini, chunki bir qancha qitim talab qilib qoldi. Men bir avval so'ragan bo'lsam deb. Hozir bir sinab baqay, agar ulanib qolsa, nim qilayli, agar ulanmay qolib qolsa, keyingi qitimga qo'yaylik, chunki o'tgan qitim biroz charchatdik sizni hozir. Qarindoshimizga men qayta udim, ammo ulanmay qoldi. Bo'ladi, Alloh xolis kelar qitimliq nimada nim qilayni. Men mushu sizlar bilan ko'rishmoqchi bo'lgan qarindoshlarimni ko'rishtirishga terishay. Bu qitim mushunchilik bo'lib tursin bizning programmamiz. Oxirida qaytib qo'yadigan so'zlar bormi? Yo'q, rahmat. Yana bir qator deyman. Xo'sh. Bugun mening shu arzimiz suhbatimga qatnashib, qimmat vaqtini bergan qarindoshlarimga chin yuragimdan rahmat aytaman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden ko'p Allah razı olsun inşallah. Allah rahmet qilsin. Allah emanet. Yana bir qitimda ko'rishgacha aman bo'lsinlar. Allah ömürlerini uzun qilsin. Allah kasallarga shifolik ato qilsin. Allah ailelerge salomatlik, balchaqalari, nevrilari, urug' tuqqanlarga xotirjamlik ato qilsin. Allah emanet. Rahmat. Aziz qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mishagicha bo'lsa, chunki Ahmet Egenbay akimizningki texnik ko'p so'zlarni anglab olsak pek yaxshi bo'ladi aslında, ammo 2,5 soatdan beri so'zlayotdi, o'ltiribdi. Ko'zlari og'rib ketdi. Inshaalloh kelar qatimliq suhbat yana ko'rishib olamiz, yana ko'ngil so'zlarini, tajriba savoqlarini egallaymiz. Hammadan Allah razı bo'lsin. Hem behirlegenlik onlar için Allah razı olsun. Qo'llab quvvatlab duo qilganlik onlar için Allah razı olsun. Hammanı Allah'a topshirma. Allah'a emanet. At akşamlıkta Erkin Ekrem Efendi bilen sohbetimiz buludu. Şu sohbetimizi görüşeyle. Esselamu aleyküm
ve rahmetullahi ve berekatuhu.